Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Yeni bir katımda Oçuk Söhbət programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz hemen ma'lum bolgandek yıllardan buyan davamlaştırılan programımızda xilma-xil mezmunlarda, xilma-xil sahaladaki mutaxassislerimizle, alimlerimizle, ustazlarını teklif kılıp xilma-xil temalarda söhbət kılıp kelyapmiz. Bugün mu şunun cümlesinden tünügün elanımızda bergendek nahayeti muhim bir temada toxtulduğanlığımızı bildirgen edik hammanlarga. Yani İslam dünyası Şarkı Türkistan'ı özünün bir parçası dep qaramdı degan sual şekilde. Bunu paranlaşıqa tirişimiz elbette hemmizge ma'lum bu ay 8 yanvardan başlap Xitay bütün dünyaga işkini eçip etken virus nayeti şiddetlik yamıravatkan bir payda tuyuksuzla siyasetini özgertip bütün dünyaya işini eçip etken künden başlap yani burunqudek vatanımız Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini yepiş üçün ciddi bir hareket başlagan ve şu günlam 14 devletten teşkillengen şu atalmış İslam dünyası Müslüman cemiyetler Kengaşı'nın reisi Ali Raşid Nuaymi'nin başçılığında 20-30 atalmış ölüma ubu degendeklerini başlap vatanımızda 3 günlük ziyareti oldu. Elbette ziyaret başlanıp bu yerde kılınğan bayanatlar olsun bu atalmış ölüm alanınki ve kayıtıp gelgende ilk gap olsun bütün elbette Şarkı Türkistan ölüm alanı birliği dünyanın arkası yerlerdeki halkımız teşkilatla bütün halkımız ciddi inkas bildirdi, narazılığını bildirdi ve nurgun nüfuzluk ölüm alamı narazılık bildirdi. Xilma-xil bayanatla akbarat elan kılış yığını ötküzülüp ahirde İstanbul'da mı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından bütün 50'ye yakın alimler nurgun devletlerden 30'dan köprek devletten katnaşkan nüfuzluk alimler ayrım nayeti küçülük şekilde bir yerde bayanat verip bütünley bulanı hiçbiri İslam dünyasına ölüm alağı vekillik kılamaydıqanlığını bildirip bayanat elan kıldı hem de. Elbette bunun tesiri mi? Her bir ölüm anın kılgan sözleri özlerinin ictimai uçur vasıtırdık tarat kuladı bolsun. Nayeti köp sanda milyonluğan kişilerge yetti hem de olan sözleri. Hem bugün biz muşu ceriyanını kördüğün asasta zadi bu İslam dünyası Şarkı Türkistan halkını Şarkı Türkistan'ı özünün bir parçası dep qaramdı, qaramamdı. Bunu bir ilmi şekilde paranlaşıp olduraylı dep huzuruna turupdumuz. Bugün stüdyomuzga kıymetli kişi mehmanımız var. Biri Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği'nin muavini reisi, hürmetli Mahmutcan Damullam. Yana biri Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közetiş Cemiyeti reisi, hürmetli Nur Muhammed Mecid Türkistani efendim kepali. Kıymetli vaktini çıkarıp kadem teşrif kılığalı için köp rahmet ediniz. Allah razı olsun. Kadirli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıp ekran alda çıkıp duruyatkan numarımız şundaqla ictimai uçur vasıtırıdaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni suallarыңlar bolsa soruşinglarni ümit qilamiz. Unda olsa bevosita başlap ketsek hurmatlik Damullam yuqorida so'zlaganimdek bu bütün xalqimiz mayli bizning xabarlarimiz olsun, bayanatlar olsun, hamma bu jarayonda bütün işini halkımız körüp durdu, layıkıda cevabını bergen buldu. Hem de şuna hem de başta birinci sualım şu mavzurumuzun sualını bir bugünkü temamızın mavzusu. İslam dünyası zade bizni özünün bir parçası dep qaramamdı degan bir sualdan başlamışsak. Benim rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizning bu sual qarta ikki turlik javob berish kerak bu savolga. Biz islom dunyosi degan vaqtimizda islom dunyosining temsil qiladigan siyosiy hokimiyat, ya'ni siyosiy tarafda turayotganlar, hokimiyat ustida turayotgan
bir tabiqa yoki bir guruh. Yana birisi xalq va bu xalq ichidagi ahli ilmlar, yaxshiyorlar, to'g'ri yo'lda turganlar. Bu ikkisininki Sharq Turkiston masalasiga tutgan pozitsiyasi birsi-birsiga o'xshamaydi. Shuning uchun birinchi o'ylab Sharq Turkistonni islom dunyosining bir parchasi deb qaramdi islom dunyosi degan savolga biz xalq e'tibori bilan, ya'ni xalq musulmonlarning qarshi bu masalaga qarta. Ahli ilmlarning qarshi, oddiy bir musulmonninki qarshi bo'yicha bu savolga javob bersak, tabiiy holda har qanday bir o'zining dinini tunigan, dinini tushungan oddiy bir musulmon bo'lsin, ahli ilm bo'lsin, Sharq Turkistonni ummatning bir qismi mening bir qarindishim deb qaraydi. Buningda mayli u musulmon arab bo'lsin, turk bo'lsin, ya Malayziya, Indoneziyalik bo'lsin, hammasi biz masalan paranglashsak, gaplashsak yoki kishilarning masalan yozgan inkaslariga qarasak biz haqida hamma odam xalq ahli ilmlar odatda bizga duo qilishlaridan, bizga ish og'irtishlaridan, Xitoyga la'nat o'qishlaridan va shuning qo'shib o'zining hokimiyatlariga bu masala haqida cho desa, o'zining hokimiyatlarini qattiq tanqid qilishlaridan aniq ko'rib bo'ladi-ki, xalq Sharq Turkiston masalasini qo'llaydi va shundaqla bu Sharq Turkiston masalasini, Sharq Turkistonni islom dunyosining, musulmonlarning bir partisi deb qaraydi. Bu aniq bir haqiqat. Lekin bu xalqninki hokimiyatlarning siyosatiga, siyosiy maydoniga xalqarodagi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi bularningki pozitsiyasi desa, asosiy jihatdan ta'sir ko'rsatmaydi. Xo'sh. Nima uchun ta'sir ko'rsatmaydi degan vaqtda islom dunyosi Osmanlı xilofati vayron bo'lib, undan keyin uning oldi keynida buni g'arb ellaridan nurg'un davlatlar besib olgan davlatlar. Oldi 40-yillar ya 45-48 yilda keyni taqa 60-yilda mustaqil bo'lgan davlatlar. Asli g'arb dunyosi nurg'un davlatlarni besib olgan rayonlar. Shuning bilan bular bu besib olgan rayonlarda bir xil sistema bekigil ekan ular chiqib ketgandan keyin. Xo'sh. Bu sistema asosliq yoki podshohlik tuzum yoki jumhuriyat nomi bilan istibdod ustiga qurilgan tuzumlar bor. Hamma davlatda asosi. Podshohlik nomi bilan bo'lsin, emirlik nomi bilan bo'lsin yoki jumhuriyat nomi bilan bo'lsin, bu davlatlarda o'zining hokimlarini xalq saylab chiqmaydi. Ya'ni xalq saylab, xalq rozi bo'lgan yoki xalq qo'llagan bir hokimiyat yo'q asosi. Yani %80'dan jiq islom davlatlarida, musulmonlar yashaydigan davlatlarda hokimiyatning saylab chiqish masalasiga xalqning kuchi yetmaydi. Uning aralasholmaydi. Qisman saylamlar bo'ladi, lekin ko'pincha asosiy shakliy saylamlar bo'ladi. Kommunizm davlatlaridagi saylam ekan. Xo'sh. Kommunizm davlatlarida bu saylam u bu deydigan gaplar bor. Hamma ish boshda o'rinlashtirilib, shu kompartiya o'rinlashtirgani, shuning xolig'ini har xil huquqlarga chiqadida. Xuddi shuningdek islom dunyosida nima desa, asosliq huquq tutganlar, askariy sohadan chiqqanlar, bular xalqning saylami bilan emas, qo'ldagi askariy kuch, axborot kuchi, iqtisod kuchi, shuning bilan birga sot bo'lsin, hamma narsani egallagan, hammasini qo'liga olgan bir kuch bor edi. Xo'sh. Shu kuchdan manfaatlanganlar bor. Ya'ni shu hokimiyatningki soyasida tijoriy, huquqiy har tarafdan manfaatlangan ma'lum asondagi bir guruhningki qo'lidagi davlatlar bu. Shundoq bo'lg'achqa, shuning uchun xalq yolg'iz bizning masalamiz emas. Xo'sh. Dunyodagi nurg'un islom masalasida, musulmonlar masalasida xalq odatda shu musulmonlarningki tarafida turadi. Bu islom ummatining bir alohidalik aslida bu. Dinning taqozosi, dinning tarafi shu. Shunda bo'lg'achqa ahlirim bo'lsin, haqiqiy haqni tunigan,
to'g'ri yo'lda mangan insonlarning hammasi shu desa, har qanday vaqtda zolim qarshi turdi, mazlumni qo'llaydi. Bu dinning talabi taqozosi shu. Xo'sh. Lekin bu xalq hamda g'arb ellardek ya erkin davlatlardek o'zining hokimiyatini o'zi saylab chiqadigan sağlam bir hakimiyet sistemisi bo'lmag'achqa, Xo'sh. bu davlatlardagi xalqning ijtimoiy tashkilotlarninki yo'linishi ya bo'linki gipi hokimiyatning umumiy siyosatiga ta'sir ko'rsatmayotdi hozirga qadar. Shuning uchun aniq qilib deyishga bo'ladiki, xalq va musulmon ahli ilmlar, ijtimoiy tashkilotlar bularcho desa, ko'p sonlig'i hokimiyatning manfaatlanmagan, hokimiyatning bir tahdidga uchramagan masalan. Her qanday erkin bir fikir qila oladigan odam nada bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim Sharq Turkiston masalasini, Sharq Turkiston xalqini islom ummatining bir qismi deb qaraydi. Mush asosda ular duo qiladi, ularni qo'llaydi. Hokimiyat sistemasiga kelsak hamda, hokimiyat sistemasi yuqori degandek asosliq istibdod ustiga qurilgan, ular o'zininki siyosiy bugungi jamiyatdagi xalqaro vaziyatdagi manfaatini birinchi asos qilgan, mayli ular islomiy qarindoshlikni bo'lsin yoki insonlikni, inson haqlarini bo'lsin, hatto o'zining xalqiga inson haqqini bermayotgan, o'zining xalqini alohida zulm qilayotgan, izlayotgan davlatlarni bu jiqi. Xo'sh. Erkin ahli ilmlar bo'lsin yoki qonun sohasidagi kishilar bo'lsin, ijtimoiy tashkilotlar bo'lsin, nurg'unlarning asosi bu yerda bir erkin yashash, erkin xizmat qilish, erkin fikir qilish haqqi yo'q endi bu davlatlarda. Unda bo'lganda ekan bu davlatlar o'zining bugungi kundagi bir tarafdan g'arbdan qattiq zarb yeyotganligi bu bir banasi hamda. Xo'sh. Ondan ikkinchi tarafdan o'zininki siyosiy va iqtisodiy manfaatini ko'zlab, Xitoy bugungi kunda iqtisodiy tarafdan, siyosiy tarafdan dunyodagi cho'ng bir kuch bo'lg'achqa, nurg'un davlatlarning qarshida dunyo mush bo'yicha mansa, balkim 2050 ga borgan vaqtda Xitoy dunyodagi birinchi kuch bo'ladi. Amerika, g'arb ellar barbara keyniga cho'kyotdi. Xitoy birinchi kuch bo'ladi. Shu kelgusida birinchi kuch bo'ladigan davlat bilan biz hozirdan tortib ittifoqlashib, uning bilan birga turib, uning sipida maydon tutib tursak, keyin bu birinchi kuch bo'lgan vaqtda va bizning beshimizni silaydi degan mushu xam xiyol bilan siyosiy tarafdan-cho bizning vatan masalasiga tabiiy holda bular salbiy qarab keldi bugunga qadar. Xitoyni qo'llab keldi xalqaro sahnalarda, har qaysi maydonlarda. Shuning sababi bilan mush bizning masalani deb mucho desa, bular xalqidan nurg'un tanqidlarga, nurg'un ayblashga, nurg'un kamsitishga, har xil tillarga uchrab kelyapti bugunga qadar. Buningdan keyin bular shu siyosatni o'zgartmasa, cho'qim o'z xalqidan bo'lsin, dunyodagi bir insonlikdan bo'lsin, bu haqda zarba uchraydiganligi aniq. Shuni biz shu desa, islom dunyosi qarashda bular xalq saylab chiqmagan bir hokimiyat sistemasi bo'lg'achqa ikki xil qarash lozim bizning xalqimiz. Hokimiyat sistemasi qarta bular o'zininki siyosiy, iqtisodiy va dunyodagi manfaatini ko'zlab bizning vatanga ko'zini yumib olayotgan yoki Xitoyni qo'llayotgan xalqaro maydonda bu tarafini tabiiy ayblashga tegishli, tanqidlashga tegishli, bunu tuzatishni talab qilish bu har bir shu musulmonlarning va bizningki mas'uliyatimiz, burchimiz. Xo'sh. Yana bir tarafdan chu desa, shu hokimiyat ostidagi xalq bizni qo'llayotgandan keyin bizga har xil tarafdan, har tarafda o'zining biz bilan birga ekanligini ifodalayotib bular. Imkoniyati ba'lam bo'lsa, erkin dunyodikilar zodi har xil yig'inlarimiz qatnashish bilan biz to'g'riliq bayonotlarni chiqarish bilan qo'llayotib. Shu zulmning ostida turibmi, yani mayli duolar bilan bo'lsin, mayli salomlar bilan bo'lsin, bizni qo'llaydiganligini ifodalayotib. Yani islom ummati bir umumiy gavda bo'lib sifati bilan. Unda bo'lgandan keyin islom ummati xalq bo'lib sifati bilan, ijtimoiy tashkilotlar bo'lib sifati bilan bizga yaxshi qaraydiganligi, bizni qo'llaydiganligi, bizni islom ummatining bir parchasi deb qaraydiganligini tunishimiz. Hokimiyat sistemasining siyosatninki farqli ekanligini tunish. Shu orqali biz ayblagan vaqtda, tanqidlagan vaqtda shu desa, umumiy musulmonlarni tanqidlaydigan yoki umumiy arablarni tanqidlaydigan manda umumlikdan shu desa, chuqur o'zimiz bu umumiy tanqidlashdan iborat bu xato yo'linishdan yenishimiz lozim. Farqli holda
muomala qilish lozim. Siyosiy tarafga ayrim muomala qilishimiz va musulmonlar, xalq va ijtimoiy tashkilot ahli ilmlar bo'lish sifati bilan bularga ayrim muomala qilishimiz kerak. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, haqiqatan nihoyatda go'zal, chiroyli aytib berdi. Haqiqatan deb o'tgandek sizlar shu mushqatimqi ziyorat 14 davlatdan kelgan. Mushu odamlarningki keyin borgan sir biz har kuni xabarni naga bo'lsa shuni nima desa shuni chiqarib turganmiz. Hem bu öz devletlarda kimler bu deb tekshirgandan keyingi kunlardami bularninki kim ekanligi oshkorlandi mesela. İctimai uçur vasıtlarındaki ergeç güçleri olsun, vatanda öz devletlarda tanılgan şahs buluş sübati bilan olsun, şu cemiyette nurgullar itiraf kılınmaydigan şahslar ekanligi hem şu yerdeki çoğun bir teşkilat olgan bilan şularning hem baharlagan pat-pat chiqarib turgan narsasini başka Müslümanlarning, xalqning, dünyadaki bütün dünyadaki xalqning hem baharlagan sani keyin mayli Şarq Türkiston Ulamalar Birligining e'lon qilgan bayonoti bo'lsin va boshqa arab dunyosidagi nurg'un tanilgan ulamalarning so'zlagan so'zlari 100 minglarcha kishilar tomonidan ta'qiqlanadi. Ama ularninkini necha ming soni bak eng ko'p bo'lganlarniki yani. Tarqilishi munoyati tardarda yani o'z damlab so'zlab o'tgandek o'z davlatida tanilgan itiraf e'lindigan kishilar emasligini ko'rib olamiz. Xitoymi davomli vatanga bu ta'tir tashviqot qilish uchun ziyoratga ep bo'lsa, shunda aldiyalaydigan, kepiniga ma'qul degizlaydigan insonlarni tanlab operayotganligining bir uchuq bir dalilda hamdi bu. Masalan, shunda islom dunyosida ne tanilgan dangliq ta'sir va bir eg'iz gap qilsa, millionlagan inson ketadigan hech bir olim de hozirgacha bundaq bir safsatini og'zidan chiqarib boqmoqda. Shuning uchun xalqimizning haqiqatan bu masalalarda diqqat qilib so'z qilishi bak muhim masala. Hurmatli Nurmuhammad efendim, hamda shu haqiqatan albatta bizlarni boshda bo'lish bilan birga bu ziyoratdagi mayli ta'siri oz bo'lsin, jiq bo'lsin bularniki Xitoy buningki bu safsatlarni Xitoy hammadan bak ko'p har bir eg'iz gapini xuddi tafsir qilgandek parcha-parchaga bo'lib turib mushundan aslida bak foydalanib tashviq qildi hamda vatan ichi sirtidagi butun tashviqotlarda. Hamda bu safsatlarni taqatgandan keyin xalqimizmi albatta bearam bo'ldi bularning nimasidan. Hammasidan nurg'un matbuotlarda hamda butun dunyoviy matbuotlarning hammasimi kishilik huquq organlarimi bularningki so'zlariga Müslüman teşkilatlar, Müslüman cemiyetlerinin gibi keng şoğan bir teşkilatdan ağzından çıkıvatkanlığı için e'lon qilgan narsasiga hakikaten mesela hem de hemmesi ayırmayım deb bulamayım bir yerde nurg'un xabarlar taqtildi, norozilik bayonotlari. Mesela Germaniya nashrdan chiqilgan mesela Frankfurt munozarasi nomli gazetami 13 yanvarda gazetida Xitoydagi Uyg'urlar, yani biz ishg'ol ostida bo'lganligimiz uchun Müslümanlar tarafından inkar kılındı ve taşlif etildi namlıq makale e'lon qildi. Shunga o'xshash Türkiye'de nurg'un olimlar qattiq itiroz bildirdi bularning so'zlariga va boshqa nurg'un olimlar. Hamda mushunda ziyoratlar, bu turdagi ziyoratlar, bayonotlar mayli ularning o'z jamiyatida kuchi qanchalik cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar Müslüman ismli mushunday kishilarningki og'zidan chiqib, ma'lum tashkilotning ichida turayotgan kishilarning og'zidan mushunday hiç qandaq kafirning og'zidan chiqmaydigan tariqada Xitoy tajovuzchilarining yendi turishi. Buni qanday tushunamiz? Siz ham bir inson haqlari, Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zatish jamiyatining ustida turayotgan va nurg'un cho'ng kichik yig'inlarda bu masalani tilga ilayotgan bir kishi bo'lib turibdingiz bilan. Buni masalanga davomli qarib deydiganmiz. Sizlarni musulmonlarni tashlab o'tib bordi deb. Siz shunday buni qanday qarashimiz kerak bu masalaga hamda sizcha shuniki? Aldı bilan dunyoning har qaysi joylaridan program ko'rayotgan vatandoshlarımızga assalomu alaykumdan keyin bu bir zil masala ham savol bo'ladi. Chunki bu masalaga bizning xalqimizning nuqtadan qaraganchig'imizda musibat uchrayotgan va shundaqla o'zi musulmon turib dunyodagi 1.5 milliarddan yuqori musulmon qarindoshlar tarafidan inkar qilinayotgan yoki e'tirof qilinmayotgan bir millat sifatida albatta og'rinish haqqi bor desak to'g'ri bo'ladi. Lekin bu masalani yolg'izdan insoniy nuqtadan, og'rinish nuqtasidan, psixologiyalik complaint nuqtasidan emas, balki Xitoy davlatiningki mohiyati
Xitoy davlatininki boshqa musulmon va arab ellari, bular islom ellari bilan bo'lgan diplomatik munosabatlari va shundaqla musulmon ellaridagi yashayotgan insonlar to'plumlarining Sharqiy Turkiston va Sharqiy Turkistonliklarningki tarixi, hoziri va ularning uchrayotgan barliq sıkıntılarını yoki musibatlarni anglash ya anglanmayotganlikdek bir haqiqatni o'xshash tarozining ikki tarafiga tashlash to'g'ri keldi. Men oldi bilan Xitoy degan bir razil bir terror davlatininki o'zining ichki qismida musulmonlarga, mayli u Sharqiy Turkiston musulmonlari bo'lsin, boshqa turkiy qavmiy musulmonlar bo'lsin, yoki bo'lsa Xitoy tilini, zabanini so'zlaydigan Tungan musulmonlar bo'lsin, yoki bo'lmasa Xitoyning ichki o'lkalarida yashaydigan bizning irqimizdan ammo Xitoy tilini so'zlaydigan Uygur, Shalar, Dongshan qatorliq musulmonlarning hammasi nuqtasidan bo'lsin. Xitoylarningki bularga tutgan muomalasi ichki qismda boshqa xil, tashqi qismda boshqa. Xo'sh. Xitoyninki yana bir boshqa nurg'un insonlar sal qarayotgan bir masala bor bu yerda. Bu qaysi masala deganchada Xitoy dünyadaki musulmon nüfusi ko'p bo'lgan davlatning biri hisoblanadi. Chunki Xitoyning statistikasiga asoslangan chaqda Xitoyda yashagan musulmonlarning soni 100 milliondan ortiq. Demak, cho'ng bir musulmon davlati degan bu xato propaganda shaklida taqdirlagan bu tashviqotini musulmon ellariga bizning amaliyotda zo'r sondagi musulmon nüfusimiz bor. Bularga bizning qaratgan kengchilik siyosatlarimiz bor. Qurgan masjidlarimiz bor. Qur'onni Xitoy tilida, boshqa tillarda tarjima qildirgan va boshqa televiziya kanallari, radio kanallari, institutlar, islom institutlari Beijingdan tortib yerlikcha hamma qurgan narsalarimiz bor. Vakillik organlarimiz bor. Yilda elib boradigan Xitoy bilan arab musulmon davlatlarining o'rtasida diplomatik munosabatlarda eng ozida bir dona musulmonlarning umiki bo'ladi. Bularning hammasi qanday qilingan degan chaqda Xitoy tarafidan amaliyotda yolg'on to'n kiygizilgan bir shaklda arab va musulmon dunyosiga tuntilgan. Ichki qismda bo'lsa, ular ko'rsatmagan ahvol ostida bularni xuddi tukuni jo'ndigan to'xidek jo'ndab bularniki oladigan hamma qismini ilib etgan. Masalan, islomning siyosiy qismi bo'lgan haq huquq masalasi, ularningki o'z huquqlariga ega bo'lish, masalan, bizga deb aytsak, ziminlarimizga ega bo'lish haqqimiz, tuproqlarimizda boshqa kafirlarga bermaslik huquqlarimiz va shundaqla o'zgil mustaqil bo'lish huquqlarimizning hammasini bular chetga qayirib qo'yib turib, faqat islomningki boshqa eng yengil qismlari bo'lgan muomala, tijoriy va bir-birisiga bilan bo'lgan do'stona berish kelish siyosatini qalqon qilib olgan. Buni to'g'ri analiz qilgan chog'da amaliyotda Sharqiy Turkistonliklar va muhojiratda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklar mushu nuqtadan arab va islom ellarda, musulmon davlatlarda xalqlarga Xitoy qilayotgan bu yolg'on siyosatni qaralalaydigan va buni texnimi yuritib turalaydigan cho'ng turdagi bir xizmatlarni elib bora oladikmi, boramadikmi degan savol paydo bo'ldi. Bu savolni hammamiz o'zimizdan so'rasak bo'ldi. Ya'ni men nima qildim? Bir musulmon bo'lish, Sharqiy Turkistonlik musulmon bo'lish sifatim bilan avval men shu Xitoyning yolg'on siyosatlarini qanchilgan davlatga, qanchilgan axborotga, qanchilgan ijtimoiy to'plamlarga yetkazdim degandan boshlab va ben turayotgan davlat yashayotgan shu to'plamlikdagi insonlar qanchalik qiladi degan savolga olib qolsak bo'ldi. Ammo Xitoyning sarf qilayotgan mayli moddiy mablag'i bo'lsin, mayli bularningki yolg'ondan taqdirlangan tashviqot kuchi bo'lsin, yoki bo'lmasa hozirgi dunyoda barliq davlatlarningki davlat manfaatini qo'g'dash birinchi o'ringa chiqayotgan mushundaq bir vaziyatda ojiz uchinchi davlat bo'lgan, o'zining inson haqlari texnik taraqqiy qilmagan, o'zining insonlarini bayatini damlamlab o'tgandek to'liq haq huquqqa ega qilmagan va shundaqla texnik bular mustaqil bo'lib texnik oldi 60 yil, keyingi 40 necha yil bo'lgan bir davlatlar bular. Hem bularning mustaqillik tariximi o'zligidan qurol ko'tarib o'ziga mustaqil bo'lib yoki o'z oldi qonun tuzib chiqqan davlatlar bo'lmasdan bayatini damlamda yuritib bergandek Osmanlılar xilofati chiqilgandan keyin ko'pinchiligan musulmon va arab davlatlarining hammasi amaliyotda mushu Yevropa davlatlari tarafidan bularga asosiy qonun, davlat sistemasi, bularning jumhuriy raislik sistemasi yoki podshohlik sistemasi hammasi taqdim qilingan. Ve bularga ameliyatda
Muşu musulmonlarni o'zining davlat sistemasining ichida bir musofir ulab yashayotganligini biz tushunishimiz kerak. Unda bo'lgan ekan, o'zining iqtidori kuchlanib, ma'lum bir o'zining qavmini, o'ziga tava bo'lgan to'plamni, musulmonlarning umumiy manfaatini, siyosiy manfaati bo'lsin, iqtisodiy, ijtimoiy manfaatlarning hammasini qo'g'dashga ega bo'lmagan bir davlatlardan aldirablam og'rinish psixikasi u bizga yarashmaydi. Bularni mohiyatini tushunish kerak. Xitoy davlati amaliyotda yolg'izlan bu arab musulmon davlatlarini indiki keltirib oldi degani bo'lmaydi. Xo'sh. Xitoy davlati o'xshashlam bir bu diktator davlat. Arab musulmon ellerimi amaliyotda siyosiy jihatdan diktator davlat. Bularning o'tirisi o'xshashlik va bularning bog'lanish va hakimiyet sistemasida, boshqarish sistemasida, odamlarga bo'lgan haq huquqninki qanchalik tangponliq nisbatlari jihatda nurg'un jihat o'xshashliklar chiqadi. O'xshamaydigan nuqta nima esa, ma'va haqni tunugan toplumluk yaşaydigan yerdagi sistemaninki qilayotgan nohaqchiligi bilan faqat zotidan nohaqchilik bilan yashab kelgan bir davlatning o'tirisidagi qandaqsiga bunday yaqinlik kelib chiqadi degan savol paydo bo'lyapti. Undaq bo'lsa, biz hozir qaraydigan bo'lsak, ko'pinchiligan arab musulmon davlatlari g'arbdan peshvo edi. G'arb tarafdan ya qasddan buzg'unchilikqa yoki bo'lmasa savallik bilan ularningki mayli davlat sistemasi, mayli ularning iqtisodiy qurilmasi yoki ularning boyliklari talon-taroj qilindi. Bu xil ahvol ostida o'z davlat manfaatini oz bo'lsin yoki bo'lsa o'zi vakillik qilayotgan shu hokimiyatning o'rnini saqlab qolish uchun bo'lsa, o'ziga homiy yoki do'st bo'la oladigan ma'lum bir kuchni izlaydi. Şunlaşqı biz yaqin shu hozir siyosiy nuqtadan qaraydigan bo'lsak, butkul arab musulmon davlatlarininki ko'pinchisi yoki Rossiya yoki Xitoy taraf bo'ladi. Bularninki Yevropa, Amerika, Kanada, Avstraliya qatorli davlatlar bo'lgan munosabatlarga qaraydigan bo'lsak, intayin oddiy. Bularda cho'ng bir birlik yo'q. Cho'ng tarafdagi texnik jihatdagi birligi yo'q, yoki bu sanoat jihatdagi birligi yo'q, inson almashtirish jihatdagi birligi yo'q, yoki bu bularninki davlatlarni gullantirish strategiyasi bo'yicha birlik yo'q. Faqat va faqat bular o'zlarining hokimiyat sistemasini qo'llab, mustabidlik hokimiyat sistemasini yurgizish va shundaqla o'zining manfaatini chiqish qilish nuqtasidan boshqalarni inkor qilishga to'g'ri kelyapti. Mana bu Sharqiy Turkistonning bugungi ahvoli desak xatolashmaymiz. Men misol keltirib bersam, yolg'iz Sharqiy Turkiston degan bir 1000 yildan ortiq islom bilan yashab kelgan tuproq musulmonlar va arab davlatlari tarafidan hozir bular hokimiyatlar tarafidan inkor qilinyapti. Kashmir masalasini o'xshashlam inkor qilinadiq. Rohingya masalasini amaliyat hech qaysi bir musulmon davlati yoki arab davlati yoki islom olimi chiqib buningga sahib chiqqan yeri yo'q. Falastin masalasi o'zining arab yoki azaldan tatib shu tuproqning sahib bo'lib kelgan xalq bo'lish bilan to'liq jihatda arab va islom dunyosiningki haqiqiy shaklda eng to'liq qo'llashi va shundaqla Falastin zamininingki mustaqil bir davlatga aylanish uchun amaliy bir xizmatga o'tmasligi mana bu masalalarni bizningki samimiy holda o'tirib analiz qilishimiz to'g'ri keladi. Undan keyin yaqin yuz berayotgan bu umak yoki bo'lsa Xitoyga taklif qilinayotgan umaklarningki mohiyatiga qarab boqadigan bo'lsak, bularning hammasi islom olimida yoki bo'lsa danqi chiqqan yoki bo'lmasa ma'lum jihatda islom olimiga ta'sir ko'rsatadigan zotlar, shaxslar, tashkilotlar, organlar bo'lmasdan, balki o'z davlatlaridagi shu istibdod hokimiyatininki bir quyruqi yoki peshiga esilgan bir qismi. Yoki bo'lsa shularning yaloqchilari deb ataladi. Men ham de bular Xitoyga borganchada albatta bular xuddi o'zining davlatidagi yoki o'ziga azaldan tortib tava bo'lgan huquqini ko'rmagan yoki shu xalqininki iltijolarini ko'rmagan bir to'plamlikni olib berib, o'zi bilan hech qachon ilgari aloqa qilib boqmagan, munosabati bo'lmagan va shundaqla ular azaldan tortib xato tushuntirilib kelgan bir millatning ahvoli to'g'riliq ularning to'g'ri fikr qilishiga men savol qo'yman. Hamda biz ularning bayonotidan men tafsili anladim. 3 nuqta gavdalanibdi. Birinchisi Xitoyningki bexatarlik jihatda qanchalik yaxshi taraqqiy qilganligini, ya'ni o'zining davlat bexatarligini amalga oshirish jarayonida xalqlarni qanchalik xo'rlasimi, ularni irqiy qirg'inchilik bilan qirgan taqdirdimi, bularning ko'z ko'ringan qismi nima bo'lgansa, Xitoy davlatining erishgan bexatarlik omili bo'lgan. Bu savolni nimaga bog'laymiz deganchada, arab davlatlaridagi bexatarlik omilining yo'qligiga bog'laymiz. Suriya, Libiya,
Bu O'rta Sharq meselesi, hazır bu Yemen bilen Saudiya o'rtasidagi jidellar ve başka bu devlet yüzü berayotgan meyli açıqçılık meselesi olsun, siyasi to'qinishlar olsun, dini to'qinishlar olsun, bularning hammasi amaliyotda bu devletlardagi bir xavfsizlikning yo'qligining ifodasi. Undaq bo'lgan ekan Xitoyning qo'lga keltirgan cho'ng jati bularga yolg'on propaganda qilayotgan tashviqot vositalaridan olgan bu uchur bilan bu Xitoy buni bu jihatda bexatarlikni qo'lga keltirish jihatda bular zo'r taraqqiyga ketdi deb o'zidan ustun ko'rganligini ko'ramiz. Biz bu yerda buning to'g'ri deb javob beramiz. Faqat ularning o'zininki naqadar o'zining xalqining, o'zining davlatiningki bexatarligini amalga oshirish jihatda Xitoydanmi oqidan qolganligini biz bularga tushuntirib beramiz. Xo'sh. Ikkinchi nuqtadan bular dediki, terrorlik qarshi turish masalasida Xitoy davlati amaliyot nihoyat yaxshi siyosat qo'llanibdi dedi. Bu ko'rgan narsaları hammasi yolg'on tashviqot qilindi. Chunki arab davlatlarining ko'pinchisi terrorizmninki va terrorlik harakatlarininki markazi. Buni biz demasak mi bo'ldi? Bularning hammasi shu yerda shoxlanib, bixlanib, harakat qilib, bularning davlatiga, xalqiga ziyon solib kelayotgan ekan, bular albatta bu masalaninki Xitoy tarafidan zo'r bir badalidan terrorlik bilan shug'ullanmagan bir xalqningmi qonliq bostirilganligini Xitoy bularga buning sababi terrorlik edi deb tushuntirish bilan undaq bo'lsa to'g'ri ekan deydi. Xuddi bu kasal odamga nima desa, mana mushi do'rini ichib saqaygan desa, o yana bir odam xuddi uningki onun kesilligini tushunmay, undaq bo'lsa men ichib baqsam bo'ldi o'xshaydi deganga oddiylan bir misol bu. Biz shunlashqa bu yerda Arab davlatlariga, islom olamiga o'xshashlar murojaat qilishimiz kerakki, bu yerda deyilayotgan narsa o sizlarninki tushunchanglardagi terror masalasi, ya sizlar yuz bergan, sizlar yuz berayotgan va sizlarninki davlatinglarga kelayotgan bu xavflar bilan bu Xitoy deyotgan atalmış Sharqiy Turkistonninki, ya'ni bizni burayotgan terrorlik harakatlarning o'rtasida hech qanday bir bog'lanish yo'q. Bu burmalangan bir haqiqat ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Uchinchi nuqtadan bular nima deydigan chog'da Xitoyda iqtisodiy taraqqiyotning ishib ketganligini ko'ryapti. Bu uchinchi nuqta dalilladi. Nima uchun degan chog'da biz bayatın gapimizni qaytib kelsak, bu davlatning hammasi uchinchi davlat. Ya'ni iqtisodiy jihatda taraqqiy qilgan davlatlar qatoriga kirmaydi. Mayli bularning boyligi qanchalik mo'l bo'lishidan qat'iy nazar, umumiy xalq beshiga to'g'ri kelgan boylik nisbati bo'lsin, farovonlikni o'lchaydigan metrik nuqtalari bo'lsin, yoki bo'lmasa u davlatlardagi xalqlarningki umumiy davlat tutadigan siyosiy qanoat nuqtalaridan bo'lsin, bu davlatlar texi taraqqiy qilgan yoki beygan davlatlar qatoriga kirmaydi. Chunki biz qaraydigan bo'lsak, ularning muassasa qurilishlarininkki texi o'zining qo'lida bitmayotganligini ko'ramiz. Ne aydirim texi arab davlatlarining, musulmon davlatlarining o'zlarining qo'lida bitdi. Ne ularning yo'llari, ularning texnikalari, ularning mudofaa sistemalari, harbiy va boshqa dengizchilik ishlarining hammasi o'zlarining qo'lida emas. Unda bo'lgan ekan, bular o'zi taraqqiy qilmagan ahvol ostida taraqqiy qilgan boshqa bir kuchni, ya'ni bular o'ziga zid bo'lgan g'arbdan başka bir kuchni, üçüncü bir kuchni ko'rganlik sababdan Xitoyni bu üç jihatda zo'r natijalarni qo'lga keltiribdi deb yolg'ondan maqtadi. Haqiqatan bular eng afsuslanarli tegishlik masalan o'tirib qo'yganligi uchunlam. Bular xato bayonotni berganlik uchunlam dunyo miqyosida zo'r turkumdagi islom olimlari, musulmon xalq to'plamlari, jamiyatlar va boshqa davlatning odamlarimi bular qarta inkas bildirdi va ularninki bergan inkaslarınınki ne kadar hata ekanligini to'g'ri yo'l bilan tushunib xalqaro jamoatchilikka tunishtirib kelyapti. Yani men bu yerda shuni ko'rsatmoqchi bo'lgan nuqta Xitoyninki qilayotgan tashviqot kuchininki salmoqi jihatdan bo'lsin, mayli u albatta yolg'on batil tashviqot, ammo salmoqi jihatdan bo'lsin, bizning qilayotgan ko'rsatayotgan tirishchanligimizning salmoqi albatta bu cho'ng bir farq. Albatta biz devlet boyunca bir devletning oldiga borolmaganlik bir ojizlik tarafimizdan bor. Undaq bo'lgan ekan bizning davlatimizningki bu masalasini shu bayatin damillam deb o'tgan insonlar to'plamlariga, ya'ni musulmonlar jamoatchiliklariga, akademiyonlarga, ulamolarga, olimlarga insonlik nuqtasidan, ya'ni insonlik va musulmonlik nuqtasidan bizning uchrayotgan bu qirg'inchilik siyosatlarini yetkizgençe, to'g'ri yetkazilganchigimizda albatta hamon bir kuni bizni qo'llaydigan bir turkum jamoatlar, insonlar va hokimiyatlarningki o'tirg'i chiqishi bu yerdagi shubhalik masala emas.
Nima uchun degan chog'da 1985-yildan burun Saudiya bilan Xitoy hukumatining o'tirisida diplomatik munosabatmi yo'q edi. Hatto shu chog'da bizning Sharqiy Turkistonlik musulmonlar qaratgan siyosatningki naqadar kengligini ko'rib olamiz. Pakistonda Ziyoul Haq davrida Sharqiy Turkiston musulmonlarga va Sharqiy Turkistonning siyosiy haqlariga naqadar ko'ngil bilganligini ko'ryapmiz. Ama bugün köken çağında deyimiz degan chog'da bu davlatlar bizga hozir ko'ngil bilmas bo'lib qoldi deb. Albatta chunki hokimiyat olmish edi. Hokimiyatga ta'sir qilish omili nima degan chog'da bizning kuchimiz. Bu bizningki universal kuchimiz, ya'ni tashviqot kuchimizdan tortib, bularga bo'lgan do'stona muomala kuchimiz, bular bilan berish kelishimiz va bular bilan bo'lgan o'zaro aloqani yaxshilaydigan bir muvozina supullarimizning bo'lish bo'lmaslik qatorli omillar mushu davlatlarningki bizga tutadigan muomalani belgilaydi deb qarayman. Köpten köp rahmet. Tefsiri içmediniz. Hem de şu bu cevaplardan yola çıksak hem de yukarıdaki sözlerden dilemdi. Biz ne? Yani Şarkı Türkistanlılarını kollaydıgan bir Türk'üm kişiler emniyette benim nazarimde kollaydıganlar şu İslam dünyasındaki halkının, Müslümanların nazarında mı vezni iğir boğanlar. Köpüncüsü hem de. Mesela ötkende Şarkı Türkistan Ölüm Ağlar Birliği bütün İslam dünyasının nurg'un davlatlardan, parlament a'zolaridan, olimlarni tatbanmasini chaqirib, cho'ng bir yig'in ochildi. Ma ish chiqqandan keyin masalan, cho'ng bir tashkilotlar birligi hammasini chaqirib, bir norozilik bayonoti e'lon qildilar. Biz bunda qarab boqsak hamda, haqiqatan xalqimiz men yana so'rayman, xalqimizning ko'ngliga kelgan narsalarni ba'zi butunlay umumiy shaklda arablardan nafratlanish, İslam'dan mı hatta şunun bahane kıtır İslam'a hücum kılgan şeyini sorayım. Ama şunda qo'llayotganlar bilan bizni yani Xitoy taraf tuturayotganlar bilan qo'llaydiganlarning o'ttirisini mesela bir taroziga sepib baqsaq, sizning nazarlarda qaysi kerak ig'ir kelibdi. Mesela Sharq Turkistondagi bu yerda yana shu oxirgi shu yaqinda maydonga kelgan masalaga qarab boqaylik. Sharq Turkistonda shuncha zulm bo'lyapti, izlish bo'lyapti, islomga haqorat bo'lyapti, Qur'onlarimiz ko'ydiryapti, camilerimiz çekilyapti. Bunu bütün dünyadaki en nüfuzlu organlarning dokumentlarida to'kilib turdi hamda hamma odam xalqqa vaqtida ko'ra oladigan shaklda. Masalan, boshda Shvetsiyada aniq bir siyosatchininki Qur'onni ko'ydirish bilan boshlandi. Necha kundan keyin Gollandiyada yana birisi Qur'onni ko'ydirman deb chiqqanda, uning ruxsat qilmabdi, u yerda shitib tashlab Qur'onni dastlabdan haqorat qildi hamda. Bunun bütün dünyadan, Türkiye'den tatip bütün dünyadan nurg'un musulmonlar kunlab namoyish qildi. Mesela o nimash onun qildi deganlikdan so'ramadim buni. Bu yerdagi o'tirdiki, tangponlik masalasi. Sharq Turkistonda u bir odam qilayotgan bo'lsa, uni u jamiyatlar nurg'un musulmonlar erkin din yashayotdi, Qur'onni hamma narsani o'rganyotdi u jamiyatlarda. Xuddi u yerda kunda millionlagan ish bo'ldigandek, berayotgan musulmonlarning uningga berayotgan inkosining ikkisining farqi. Sen madamiki bunchalar islomga ko'ngil bildigan musulmonlar bo'lsa, bu ikki g'arbdan kelgan vaqtida butun jonini to'ksa uningga, ayada kundi kech kunduz bo'layotgan jinoyatlarga qarshi ay yilda bir bizni qo'llab qo'ysang yoki namoyish qilib qo'ysang, bu yetarlikmi bu? Buni qana qaraymiz. Birinchi o'ylab endi mas'ul qirta. Bu yerda tarixning roli bor ve bugunning roli bor bu masalada. Xo'sh. Biz tarixga qaraydigan bo'lsak, tarixdan buyon bu yerda g'arb bilan sharqning, ya'ni musulmonlar bilan g'arb davlatlarininki tarixiy davomlashgan uzun yillik bir urushi bor. Ya'ni urushgan, tinchlangan, keyin yana urushgan, besib olgan, besib olingan. Bu besib olish qarshi turgan islom kelgandan boshlab tarixiy bir urush bor. Tabii halda bu tarixning bugungi kunda kishilarningki g'arb ellariga qarshida, g'arb ellariga tutgan pozitsiyasida tarixning alohida roli bor. Zodi bular tarixda falon vaqt mundaq qilgan, Quddusni besib olgan, falon vaqt mundaq qilgan deb tarixdan qilib qolgan bir urush tarixi, kurash tarixi g'arb bilan shu sharqningki bir aloqasi bor. Tarixiy nuqtai nazardanmi zodi islomga dushmanlik qilsa, islomga o'shlik qilsa, dushmanlik mush g'arbdan keldi deydigan bir tushuncha bu musulmonning yoshirin aqliga bekib ketgan bir qarash. Xo'sh.
Bunun aksida hamda Xitoy qaraydigan bo'lsak, tarixdan buyon to'g'ri Xitoyninki bizga Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan bizga chigirdosh bo'lg'achqa tarixdan biz bilan Xitoy o'tirisida nurg'un surkilishlar, nurg'un janglar, nurg'un urushlar, nurg'un ishlar bo'lib keldi. Lekin Xitoycho desa, Sharq Turkistondan o'tib, ma Sharq tarafgacha, mayli Pokiston yoki boshqa arab ellariga tarixda o'tib baqqan emas hamda. Tarixda bu zamonni besib olgan yo biz bilan urushgan manda bir ahvolchi tarixda yo'q hamda. Azaldan tatib Abbasiylarning zamonida olsun nurg'un vaqt biz bosh ko'targizmay keliklikdan biz to'sab turug'liq Xitoyning mana kelishini nurg'un kelishimlar, hatto ba'zi jizya to'lab Xitoyning hokimiyatlari shu chog'dagi musulmon hokimiyatlariga, xilofatlarga hatto yordam so'rab ichki urushlarda Xitoylar albatta biz bilan urushgan vaqtda islom davlatlaridan yordam so'rgan, shu chog'dagi Abbasiylar davlatidan yordam so'rgan voqeliklar bor. Ma e'tibor bilan musulmonning zihniyati desa Xitoydan islom dunyosiga mana yomonlik keltirgan bir davlat emas bu. Tarixdan buyon bizga undan bir askarlik qilgan yeri ularninki yo'q deydigan bir zihniyatmi shu? Yo'q emas endi. Bak xo'sh. Bu ikkinchi bir bizlar tunishga tegishlik bir haqiqat. Uchinchi hamda Xitoy nayti taqalgan, hech qanday axborot erkinligi yo'q. Bir davlat bo'lg'achqa Xitoyninki rasmiy axborotlarda mayli yuqoridan tortib tuvangacha bo'lgan Xitoyning mas'ullarida islom deb atab turib aniq bayon qilgan bir muxbirlar degan ya bir narsa yozgan unda bir ahvol yo'q hamda. Islom, musulmonlar deb manda demaydi ular. Umumiy gap qiladi. Haliqa dillani mesela Xitoyning Xi Jinpingning diniy e'tiqod erkinligi deb. Diniy e'tiqod erkinligi deydi, shuna bilan birga dillani kommunizmga bo'ysundirish. Aynan deydi mesela. Xo'sh. Lekin islomni, musulmonlarni kommunizmga bo'ysundirish degan gapni Xitoylar qilmaydi hamda. Xitoyning axborot sohasidami, rasmiy axborot sohasida undagi bo'lmaydi. Qattiq ilgarilik bilan muomala qildi bu masala qarta. Islom dunyosi bilan biz tarixdan boshlab do'st. Tarixiy manda aloqamiz var. Her daim şu gap var onunki axborot sohasida. Xo'sh. Bizga qartacho desa, biznimi andan bular musulmon bo'lganligi uchun islom bu yerda bo'lganligi uchun zulm qilyapmiz, biz manda o'zgartmoqchi deydigan qat'iy undagi gap yo'q Xitoyning axborot sohasida. Bular terrorchi bo'lganligi uchun Junguni biz bo'limiz da'vatganligi uchun biz shuni bular qarshi turyapmiz. Bizning bunimiz boshqa dardimiz yo'q bu bilan deb ma tarafdan aldaydi. Ondan yana bir tarafdan bizning vatanda mayli kitob ko'ydirishlar bo'lsin, Qur'oni Karimni ko'ydirgan, buni biz bilamiz. Lekin g'arb sohasida masalan Qur'onni ko'ydiribdi, dunyodagi axborot sohasi hammasini suratga oladi. Hammasi taqitdi. Lekin Xitoydagi bir ishni unda taqatga ish bormi? Yani bir resim var bizning qo'limizda. Shu rasmni mutaq nurg'un odam ya bu Rohingya bo'lgan ishgan, Sharq Turkistonda bo'lmagan ishgan degan talash tartishlim bor hatto. Xo'sh. Haliqi bir kitobni jug'lab qo'yib, ko'ydigan bir rasm bor. Haliqi rasmiy ashunda xalqaroliq axborotlar uni kuzatgan sharoit ostida dunyo ko'ygan asosda Xitoyninki Qur'oni Karimni ko'ydigan yoki dafsand qilgan manda bir amaliy isbot jo'tahi dunyoning qo'lida hozir yo'q hamda. Uni biz Sharq Turkistonlik bir sifatimiz bilan biz avvalda yüzümüzün ko'zimiz bilan ko'rganligi o'rni haqoratlaganligini yoki turmidagi yotqanlarninki guvohchilarning guvohliklari bilan masalan Qur'oni Karimni ko'ydiydi, hadislarni ko'ydiydi deb biz da'vatimiz o gapni. Lekin biz degan bo'lsakmi, ko'rgan, ko'rib isbotlangandek unda bo'lmaydi ekan endi. Umumiy bir gapni anglagan odam ko'rganga qaraganda farqli qiladi. Bir voqelikka qiroatlanishi. Biz shu gap qilsak, nurg'un bizga %100 ishonadigan odamlar-ku. Tamam, ma'lumning gapi %100 rost deydi. Lekin nurg'un odamning zehnida bularning asli Xitoyga bo'lgan bir o'chmanligi bor. Xo'sh. Xitoyga bo'lgan bir dushmanligi bor. Shunga amaliyotda u yerdagi ish unchiroq bo'lmasligi mumkin. Vura degandek bo'lmasligi mumkin deydigan bir uni bizga aniq deyamizmi? Aniq deyamizmi? Lekin kallasi shu desa, unchiroq ish bo'lamdi. Xitoy hatta masalan Xitoyning ichida yashaydigan biz shu
Ben Arapça bir neslinin keyniga yazılgan nesli qarayman. Nurgun Araplar vaqtda yaşaydigan. Nurgunlar nimde bir narsa yazılırsa, "Voy men bu falan Şanghay'da yaşagan 7 yıl oldu, Beijing'de yaşagan 5 yıl oldu. Bunda bir işni görmedim. Bu biz mescitlik barımız, adet normal namazımızı okuyumuz, onu kılımız, bunu kılımız. Bu hemmesi axbaratninki işi bu. Ya ki Xitayga bo'lgan o'chmanlik sababidan G'arb bilan Xitoyninki dushmanligi sababidan kelib chiqqan ish deb nurg'uncha ashada yashaydigan inkaslar yezildi. Xo'sh. Nima desa, Xitoylik bizning vatanda shunda rezillikni, islomga bo'lgan shunda dushmanlikni qilayotgan bo'lsa-mu, lekin buni jo desa, erkin bir axborot sohasi betaraf maydonda turadigan biz emas u. Xo'sh, xo'sh. Betaraf maydonda turadigan bir axborot sohasi uni o'ttirga rasmiy chiqib g'arb ellarda bo'layotgandek bunda qilinmagan bo'lg'achqa nurg'un odamning zehniyati jo desa islom dunyosidagi bir xil uningga ishonmaslik. Bizning og'zimizda degan gap bizning manda yuqori degandek voy mana mavo Xitoy mandayadi mana ko'diydi mana qildi deydiganga emili cho bir video ya bir narsalarimiz cho yo'q hamda asos jihatdan oz hamda shu banasim bir ikki tal surat var hamda uningdan boshqa bir narsamiz yo'q hamda bu da uyninki binoning ko'yganligi to'g'riliq video chiqibdi emili bir video bu dunyoda ta'sir qo'zg'adi dunyoda ta'sir qo'zg'adi lekin Qur'on ko'ydigan hadis ko'ydigan ya mana to'g'riliq cho desa resmi bino ko'yganda video chiqqandek manda har qanday bir odam ko'rsa voy mushunda ish bo'libdi ya deb manda ishonishni uning aqli taqozo qiladigan talab qiladigan darajada cho manda bir paketni biz o'ttirib qo'yolmagan tarafimiz bor yo'q bo'lganligi uchun Xitoy uni ustalik bilan u axborotning erkinligi bo'lmagandan keyin ustalik bilan u jinoyatni yurgizayotganligi uchun biz og'zimizda da'vatgan bo'lsakmi bu degan gapga kishilarninki tasavvur qilinmay uni Xitoyda yashaydigan bir muncha arab tildan va boshqa musulmonlardan bir muncha odam bor. Normal yashaydi nurg'unlar u yerda. Xo'sh. Nurg'un ibodatlarni joyida qiladi. Hech kishi unga sen nagvading, natuding demaydi. Masalan, bizning vatanga kelib yashamagandan keyin men shunda yozganliga bizning vatanga bir berib qo'ygan. Siz bu gapni yozibsizmi yoki bizning vatanga bir berib, avadi bir erkin masjidlik kirib, bir ko'rib qo'ygan. Uningdan keyin andan ma'ni yozaring. Allah sizden hesap arada siz Beijing'da ya Şanghay'da köygen o'zingizninki aqlingiz bilan yoki ko'zingiz bilan ko'rgan narsani umumiy ham yerda Xitoy mushunda muomala qildi musulmonlarga deb manda guvohlik bersangiz bu to'g'ri bo'lmaydi deb ba'zi shunda inkoslarni yozgan vaqtlarim bo'ldi. Xulosalasam gapni nima desa bu yerda qo'llaydiganlar son e'tibori bilan islom dunyosida bizni qo'llaydiganlar san itibarı bilan, hürmet itibarı bilan, cemiyetdeki o'rin itibarı bilan hem İslam'ninki haqiqiy prinsipi, İslam'ning adaleti, İslam'daki insaf ve qarindoshlikni o'zining prinsipi, o'zining hayot mizoni qilish o'lchami bilan bularning soni cho'qim ko'p. Bularning soni jiq. O zada har qanday biznes chiqarsak inkoslardan, davlatlarning tutgan siyosatlarini xalqning tanqid qilishlaridan biz mesela bir nechta nurg'un davlatlarga boramiz nurg'un davlatlarga borgan uchrashgan odamning inkoslaridan bu chiqib turdi. Ular ko'p sonliq. Lekin yuqorida deyilgandek bu ko'p sonliqninki davlatninki siyosiy qurilmasininki siyosatiga, tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatadi bular yoqmo desa, albatta ular ta'sir ko'rsatmayapti. Bu davlatlarning sistemasi yuqorida deyilgandek unda bir xalq fikri bilan menish asosi qurilmay, balki bir menfaat ustiga qurilgan ma'lum bir jamoat yoki askar mushularninki bosh qurishiga tarixdan buyon 30 yilni yoki 60 yilni yoki 70 yilni yoki qilib kelayotgan bir hokimiyat sistemasi bo'lg'achqa o'zining xalqining haqqini berishda tabiiy holda o'zining xalqining haqqi vermaglik bizga tabiiy holda o insof adolat bilan islomninki prinsipi bilan muomala qilmoqlik o'zining siyosiy manfaatini asosliq birinchi o'rin qo'yaqliq. Aslında bu açıkça xalqaro vaziyatda, xalqaro maydonlarda Xitoy tarafı tuğanlığı bu enak. Şunun için hem de san itibarı bilan bizni qo'llaydiganlar ko'p desak bo'ladi. Andın emli siyasi maydonda, xalqaro sahnalarda ta'sir ko'rsatish itibarı bilan cho desa, bizni qo'llaydiganlarning u yerda ta'siri yo'q endi. Hokimiyatning ta'siri bo'lgan ekan, hokimiyatlar bizni qo'llaydi. Xo'sh.
Köp rahmet. Endi Nurmahmet efendim şu İslamda garip dünyası yıllardan beri şöyle yaşayatsız. Elbette damalım dep ötkendek mesela san cihetten umumi Müslümanların essek elbette biz üçün gap bolatkan her cihetten endi ular haqiqiy samimiy tilakti buldu. Ularning har bir so'zidan yordam qismi başka aqisda başka bir niyet yok ham Müslümanlarniki. Garip dünyasından mesela nurgun qitim mayli Fransiyada, Angliyada bo'lsin, shu yerda yashayotgan, shu yerda faoliyat qilayotgan yuzlagan tashkilotlar nihoyatda keng ko'lamda bo'lib mana shu yaqinqi necha yildan buyon jiddiy faoliyatlar bo'ldi. Masalan, Stand for Uyghurs deganda faoliyatlar bo'lsin butun g'arb dunyosida. Bu yerda nurgun hargizmi sal chaqilg'il bo'lmaydigan musulmonlar var hamda. Bularning bizning masalamizni shu o'ttirg'i qo'yib, nihoyatda jonliq shaklda o'ttirg'i qo'yishimi buni hargiz uning ichida hamma millat bor hamda, arabmi bor, turkmi bor va boshqa shu yerning yerliklari bor degandek. Umumiy qaragan vaqtimizda unda xalqimizningki bekunda bir xil umidsinib ketishi islom dunyosidan bundaq qarash bir xato masala ekanligi chiqib turdi millat. Sizning bu masalaga ko'z qarashingiz qanday? G'arbda ya'ni Yevropa, Amerika qit'asi, Janubiy Chokyan, Yaponiya qatorliq davlatlarda yashayotgan musulmonlar to'plamiga bir qarab beqish to'g'ri keldi. Xo'sh. Bu odamlarga, ya'ni bu musulmonlarga bizning masalamiz anglatilgan hamon bulardan kelayotgan ijobiy yordam va bulardan kelayotgan qo'llashninki salmoqining nojuqurligini isbotlab bera olaymi. Mayli Amerikada yashayotgan musulmonlarningki ulamolar bo'lsin, Avstraliyadagi musulmon tashkilotlar bo'lsin, Yevropadagi musulmon qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasininki oldingi 5 yilning ichida biz uchun qilgan faoliyatlari, hukumatlarga yozib topshirgan dokladlari, hukumatlar bilan ko'rishib, shu yerdagi yerli hukumatlar bilan, davlatlar bilan mush bizning masalamizni tilga elishi va shundaqla biz bilan bir saf turib nurg'un faoliyatlarda bo'lishining hammasini agar jo'g'lab kelsak bu nurg'un buni biz da'vatgan oddiy son bilan tugatib bo'lgan bo'lmaydi. Ham bularning olib kelgan natijasi yaxshi bo'ldi. Qanday degan chaqda shu turayotgan davlatlarningki bizning Sharqiy Turkiston masalasi va Sharqiy Turkistondagi musulmonlarningki manfaatining naqadar og'ir darajada ziyonkashlik uchrayotganligini shu davlatlarningki tunishiga yordam bo'ldi. Ham bu yerdagi yana bir omil nima esa, mush o'zimiz davatgan 50 dan yuqori bo'lgan musulmon va arab davlatlarimizga qaraydigan bo'lsak, bu davlatlarda bu qadar yuqori darajadagi faoliyatchilik, mayli Sharqiy Turkiston davosini qo'llab, Sharqiy Turkiston davosini anglatib, yoki boshqa bo'lgan normal inson haqlarini kuchaytiradigan bir ovozlarning bu yerda tuvan ekanligini ko'ramiz. Bu iliqi qozonda nima qaynasa, shuning qarta bo'ldi. Bu davlatlardagi xalqlarningki, toplumlarningki, davlatlarningki qiziqish nuqtalari va o'zidan boshqa musulmonlarningki zodi haq-huquqlar bugun nerdan nega kelib qoldi degan to'g'riliq o'ylanishga ularning tek vaqti yetmaganlik. Chunki o'zlari uchrayotgan nurg'ulg'an ichki urushlar, ichki masalalar, iqtisodiy chekinmaliklar, boyliqlarning talon-taroj bo'lishi, musofirlar masalasi, masalan Suriyadan eng qillisi deb qarang, 18 million nüfus va bir davlatning 3dan 1 nüfusi chet elga qochib ketdi. Bu bizning texi 35 million nüfusumizdan ki 3dan 1 chet elga qochib ketgan yeri yo'q. Şu meselede muhteşem Arap Müslüman devletleri bir Suriye meselesini doğru bir hal kılışınınki baskış doğruluk izlengen yeri yok. Müslümanlar ittifakı birlikte edilen teşkilat tehi hakikaten en dünyada tehi açıkçılık tıkalavatkan Müslümanlar toplumluklarının kusqını kanda toğuzaylı degen meselenin tehi resmi bir gün tertip ekege yeri yok. Ondaqken bizninki siyasi bir kelecekni talep kılavatkan bir devlet ve ictimai hürlükni talep kılavatkan bir halkning huquqi kelgan chaqda bular yüzlanışvatkan özününki yani saxta dostana davatkan bir devletinin içindeki bir mesele deb qaravatkan. Qaçandaki bu meseleni yani Sharqiy Turkiston meselesini Xitoyninki ichki meselesidan hal qilgan bir dünya xarakterlik, insoniyat xarakterlik ve İslamiyet xarakterlik bir mesele ekan deb tunishtira olgan chig'imizda
ve muşu meseleninki hal bulması bulmaydıganlıqını icabi cihetten köstüp bireleydigan iqtidarımız yetilgen çağda elbette bu cihette başkaça uyguluş peyda oldu dep qarşı men neme işinim. Çünkü biz 2009'dan tatip yani Ürümçideki katliam boğandan tatip Avustralya'da, Japonya'da, Malaysiya'da, Endonezya'da, Yeni Zellandiya qatarlıq şu Tinçokyar rayondaki devletlerde nurgun faaliyetlerini kıldık. Bu faaliyetlerimiz yalğızla melikli xalqlarning emas, biz bulmagan devletler. Bizden nüfusumuz qat'iy yok. Malaysiya, Endonezya, Japonya'da bizden nüfusumuz bek az. Şu devletlerden şunçalik güçlenip ketdi. Nima uchun degan chog'da amaliyotda to'g'ri holda yetkazishning mahsuli deb qaraldi. Biz bu yerda yolg'izlam nuqul holda bir yulinishlik davlat apparatlariga yiqilishdan o'taroq xalqlarga, axborot vositalariga, davlat apparatlariga va shu yerda yashayotgan boshqa diniy qarindoshlarimizga o'xshamagan shaklda bu masalaning mohiyatini yaxshi yo'ritib berganligimiz uchun bu yerda yaxshi inkoslar kelyapti va keladi deb ishonamiz. Muşu biz davatkan, biz ağırnavatkan yoki bizning xalqimiz qurib ketsin bu arablar, qurib ketsin bunun hammasi Pokistonga birine setib etdi bizni uni deymiz. To'g'ri. Bu siyosiy jihatdan bizning manfaatimizningki amaliyotda bu davlatlar tarafidan hech qanday qadr qimmatga ega bo'lmayotdi. Setib etdi deganda o'taroq bular bizni ilikiga ammayotdi yoki bo'lmasa bizni hech qanday bir o'ylashishga jur'at qilolmayotdi deyish to'g'ri. Ama bulan cüret kıldırılgan amil mevcut mu, mevcut emas mı degan çat mevcut. Çünkü ben bir misal vereyim. Xitayning nüfusu 1,5 milyar deb qaraladi. Chet elde yaşayotgan qatgan çağda 1,7 milyar. Musulmonlarning çoğusu 1,8 milyardan 2 milyar kadar musulmonlar yaşaydı. Bu iki san ameliyette biz birisi bilan raqobatga tushaydigan san. Ama bu işkini doğru raqobatga tushiradigan amillar bizde yoki başka Müslüman ellerde tek to'liq yetilmaganligi sababidan xuddi Türkiye'nin Tashqi ishlar ministrligi yaqinda bergan bayonotida biz xalqarodagi boshqa davlatlar bilan birga qilayli deyotgan ba'zi ishlarimizni Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar to'g'riliq qilinmayotganligimiz va mush to'g'risida birlik kelinmayotganligimiz tufaylidan tek ba'zi ishlarni qilinmayotimiz deb tilga oldi. Bu mesele bazı devletlerinki işte Şarkı Türkistan meselesini zade özünün devlet menfaatini algıgan alda gün tertipki eklenmeslik degen vaqt meselesiga bağlı. Xoş. Ama biz bir narsani bayqavyapmiz. Türkiye devleti güçlengen siri, ben bu özümüz turayotgan devletden başlayıp Türkiye devleti güçlengen siri iqtisadi, özünün harbiy sanati, xalqarodagi ta'sir kuchi, diplomatiyasi ve başka xalqarodagi amillar güçlengen siri Xitoyga beradigan tepkisi güçlenip menyapti. Bulapmı yaqin oldingi 2 yilda Sharqiy Turkiston masalasiningki Tashqi ishlar ministrligimiz bu bizning yuqori darajali davlat apparatlarimiz mushada yashayotgan boshqa sivil to'plamlari va shundaqla Turkiyaning chet elda turishliq apparatlar qatorliq hammasidan shunchalik zo'r yordamlarga erishishi mana buning misoli. Endi bu mesele Arab devletlerining qaysi birisida hozir qilmish Turkiya erishgan kuch bor yo'qmi degan chog'da yo'q. Xitoy bilan raqobatlashadigan bir kuch yo'q. Xitoyningki bu razil qilmishlarini dunyoga jakalaligini bunda jur'at texi yo'q. Bular halbuki tarixiy o'zininki tatgan ziyonlarini xuddi g'arbdan tatgan ziyonlarini hozir shu narsalarla aldirash bo'ladi. G'arb bizning boyligimizni talab ketdi, g'arb bizning sistemimizni buzib o'tdi, g'arb unda qilib o'tdi, bunda qilib o'tdi degandeklarni aldirib kelyapti. Ammo Xitoyningki bu Arab musulmon davlatlari qaratgan kengaymechilik, tajovuzchilik, singib kirish va bularni chiritib yo'qotish siyosatlari endi boshlanyapti. Masalan, yaqinda, ya'ni oldingi oyda bir oydan burun Xitoy davlati Arab devletleri bilen tunji qitimliq Arab bu conference yani yig'in şekilde birini qildi. Saudiya Arabiston bilan tunji qitim 34 dan yuqori bo'lgan sohada o'zaro kelishim paydo qildi. Bu bir oyning ichida 2 oyning ichida bitmaydi. Taki bular shu diplomatik munosabat o'rnatib, hozirgacha bular izlanib qaysi sohalarda qilsa bo'ldi deb kelyapti. Endi bu 34 soha boshlangandan tortib buning ijroiyati
əməliyləşişi və bunun keltirib çıxırğan ziyallarını Saudi və başqa musulman dövlətlərin tunub etişki qançalik vaxt ketadi degan sualını qoymuş. Bular üzün tunub etkiçə biz pozitiv, yani aktif halda bulardan ağırınışlı ütaraq bizden 70 yıldan tatip Şarkı Türkistan degen bir baylıqı mol, şulağa oxşaş nüfusi paravan boğan, İslamga itiqad qılgan bir devletning bir tuproqning ki qisqigini boğan 7 decade deydi ama İngilizce 70 yılının içinde ne kadar veyran bulup ketkenlikdeki haqiqatini bu çoğun ma'nodan bular tushundirib beradigan bir qudratga biz ega bo'lishimiz kerak. Kuchni bu ta'sirni biz yarata oladigan shaklga kelgan chog'imizda albatta bizning og'rinish psixikamiz bizniki rozimillik psixikamizga tabiiy holda o'zgardi deb qarayman. Shunday qarindoshlarimga deyman, xalqaro amiri turib, bular bizni satdi, bular bizni yo'qotdi degandan o'taroq hammamiz o'zimiz turayotgan davlatlardagi Arab musulmon davlatlarining elchixonasiga qancha qitim xat yozdim. Qancha qitim shu davlatlarning elchixonasini telefon chaqirib, men sening davlatingning maqilgan chiqargan qaroridan norozi bo'ldim deyaladik. Qaysi bir toplum jamiyatlar, mayli o dünya xarakterli xizmat qilayotgan jamiyatimiz bo'lsin, yoki ma'lum bir davlatning ichida xizmat qilayotgan jamiyatimiz bo'lsin, jamiyat tashkilotlarimiz bo'lsin, shu tashkilotlar tashkillik holda yoki bir qaramliq, bir o'chmanlik bo'ldi-ku, undalik emas, decency yoki o'zininki kimligini yo'qotmagan, o'zininki bunda bir dadilligini yo'qotmagan ahvollar shular bilan yuzlashga jur'at qila oladi. Biz qancha qatim Arab va musulmon davlatlarininki matbuotlariga, medialarga murojaat qila oldik. Va bu qanchaligan o'zimiz atrofimizda yashayotgan musulmonlarninki faoliyatlariga, Falastin namoyishlariga, Kashmir namoyishlariga, Rohingya namoyishlarga qanchalik ishtirok qila oldik degan savolni so'rab boqaylik. Biz bunu so'ra olsak, anda biz boshqalarga og'rinsak bo'ladi. Agar biz yaxshi qilib o'tib, haddidan ziyoda bu xizmatni qilib o'tib, bizga hech qanday bir buningki badali qaytmagan bo'lsa, u chaqda og'rinishga arziymiz. Ammo qarindoshlarim, bizningki og'rinishni o'taroq bizning dushman tutadigan vaqtimiz emas. Bizningki do'st topadigan vaqtimiz. Biz bizning dardimizni anglaydigan insonlar, davlatlarni topadigan chog'imiz. Buningga ijobiy qaranmasak, o'zimiz yo'qotamiz. Chunki bu azobni tushungan biz og'rinishda yashaydigan bo'lsak, biz o'zimizni ham yo'qotamiz. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hamda müşahede qadrli ko'rganlarimizga bu so'zda shuni esimga soldi hamda. Hamda biz zulmga uchrab mushuncha vala jinoyatlarda har qanday bir millatning ichidan umumiy jihatda mana damlamda so'rayman bu masalani. So'rashdan burun shu narsani hamda ba'zi xalqimizning ichida oz sonda bo'lsa ijtimoiy ushur vositalardagi ba'zi inkoslardan qarab odam ichinadi. Bir musulmonning og'zidan chunki ularning shu davlatlarning tutgan ba'zi bir u va yoki bu pozitsiyasi sababli butun bir millatni Arab millatini haqoratlaydigan masalan. Biz oldin buning kirishdan burun bizdek bugun asli manqurtlar suhbati qilmoqchi edik. Soat 4 da texnik sebepler tufayli saat 11'e kechiktirdik. Bunun bir e'lon qilsin. Atabek mühim bir program bo'ldi saat 11'da, atigan saat 11'da. Bu millatning ichidan, ya'ni mushuncha vala jinoyatni boshdan kechirayotgan Xitoyning yo'qotilishiga uchrayotgan millatning ichidan hali ham Turkiyada 10 minglagan Uyg'ur yashayotgan yerda beshini ko'tarib o'ldirgan bizning ichimizdan chiqayotgan nini manqurt munofiqlar var. Bütün dünyanın hem yerde var hamdi. Yani bir milletning ichidan agarda bir milletning ichidan bizning ichimizdan chiqqan bir Uyg'urning 10, 20, 100 Uyg'urning qilgan qiliqi bilan agar har qanday bir millat chiqib Uyg'ur xalqi degan manda mal 10 millat tugashgan millat deb bütün bizning millatimizning nomini tilga elib turib birasi har qanday bir millat gap qilsa, sen nima deyapsan deb darhol inkos bildiramiz, uningga noroziligimizni bildiramiz. Shuningga o'xshashlar men bu yerda birisini İslam dünyasındaki bazı bu hakimiyetlerin kılıvatkan işini ahlaş için demedim. Ama inkaslardan köylüğüm için devatim ben. Bütün bir milletine, Arap milletine mesela hakaretleydiğim bu inkaslar xatarlik bu nesi. Çünkü bizden suyumluk peygamberimiz Arap milletinden. Yani bir milletin aşıdan çıkan, Arap milletinin aşıdan kafirler var. Hiçbir nesine itikat kılmaydığı var. Yani malum
sahadagi ma'lum kishilar qilgan ishni butun islomga va yoki butun bir millatga otib turib haqorat qilish, inkos yezish o'zimiz e'tiqod qilgan dinimizga dars ketkazadigan bir masala. Shuning bu narsaga haqiqatan diqqat qilish tegishli bir masala. Tamamlam endi mishada bu xil mushu chiqayotgan mushunda turdagi yuqorida so'zlagan nihoyatda ochiq javob berildi aslida. Mushunda bayonotlar yoki so'zlar tufayli hamda xalqimiz mushunda butun arab millatiga o'chmanlik va uning islomgami, islom hattoki ba'zi nima qarasak, islomni so'kib tortadigan amaldan qolgan mushu ta nima deb har xil haqoratga elib boradigan shakldagi inkoslar pat-pat uchrab turdi. Bu hamda mushunda masalalarni qanday hal qilish kerak endi? Sizchamda. Birinchi bo'lib endi inson har qanday vaqtda bir masalaga hukm qilishdan burun o'zi nima da'vat qilganini bilish lozim. Xo'sh. Bu degan gapininki natijasini nima ekanligini ham bilish lozim. Siz yuqorida deb o'tdilar. Masalan biz o'zimizning tarixiga qarasak, tarixdan buyon Xitoy bizni besib olgandan tortib bizni boshqarishni bizning o'zimizning qo'li bilan boshqardi. Ya'ni Uyg'ur saqchi, Uyg'ur sotchi, Uyg'ur kader har qaysi sohada turmuq tutib apirdig'ini bir Uyg'urning uyiga kelib, masalan bir Uyg'urni asosli Uyg'urlar turmuq apirib so'roq qildigan, urdigan, tillaydigan hammasi asosli shu. Hozir men necha yil yaqin Xitoyga qatnashibdi. Burunqi ya'ni Xitoy besib olgandan tortib tariximizning ko'p qismini qarasak shu desa, Xitoy o'zining siyosatini bizning Uyg'urlarningki qo'li bilan, Qozoqning qo'li bilan, Qirg'izning qo'li bilan boshqardi. Shunday yaqin. Bizning vatanimizni shu shaklda boshqardi. Hozir qadar Abdumurayon deydi, atalmış Abdumurayon deb şunun reisi Uyg'ur, onun yanı bizimiz Uyg'ur, yani Uyg'ur o'zi atanız Uyg'ur bo'lgan, mushunda adamlar bilan boshqarib keldi. Nurg'ullar ular o'ldi, nurg'ullar shu hozirga qadar bor. Hozirmi yana mantaqa shu oldu. Bir Tojikistonlik bir elam bilan ko'rishib qoldim mushada. U 2018-yili bizni vatanga berib ekan. Ticaretçi mal çıkıp kıldı. Her yıl kışlakı barım neydi? Şu nailəge. Ayında yani barım. Hem yerde xalqni tekşürüş punktlerde tuzap tekşür edigan, ya urdigan, tillaydigan hemmisi Uyghur ki. Xitay başlayıp işxanasında oturdikken, ayrım işxanasında. Lekin ay ko'chaga chiqib, yo'lda mashinani tusab, ya harvon tusab, xalq u yoqqa mangsa, bu yoqqa mangsa, masalan, xalq bilan bevosita uchrashadigan, muomala qiladigan, gap qiladigan hammasi Uyg'ur ekan deb ashunda deb chiqdi. Ayda deb berdi. Demakchi bo'lganim nima desa, hozir qaysi bir Sharq Turkistonlikqa, ya'ni Sharq Turkiston deb o'zining mushunda vatanning balig'i Xitoy besib olgan millat, bizning vatanimizni Xitoy besib olgan, biz mustamligidik millat deb mushuni e'tirof qildigan, mushuni tunuydigan bir Uyg'urga, masalan, siz yuqori degandek, Uyg'urlar degan azaldan Xitoy bilan hamkorlashib kelgan, Xitoyning xizmatini qilib kelgan, Xitoyning siyosatini o'z vatanida yurgizib kelgan bir millat bu. Deysa, masalan, nima deb javob berdi? U degan munofiq Uyg'ur millatiga vakillik qilolmaydi. Xo'sh. Qozoq bo'lgan bo'lsa, Qozoq millatiga vakillik qilolmaydi deydi. Shunday. Demak, biz bu yerda haq egisi. Xo'sh. Bizning xalqimizdan milyonlagan odam tarixdan buyon Xitoy xizmat qilib kelgan bo'lsin. Xitoyningki siyosatini bizning xalqimizga, bizning yurtimizga yurgizib kelgan bo'lsin. U yerdagi milyonlagan kadrning, milyonlagan saqchining ya yana bizninki Xitoy xizmat qilganligi bilan Uyg'ur xalqi haqsiz o'ringa tushib qoldigan, Uyg'ur xalqi o'zining haqqini, egilik huquqini talab qilish haqqi yo'q bo'lib qoldigan ish yo'q endi. Chuqur u yerdagi u har qanday millat tarixdan buyon chiqariliq. Xo'sh. Har qanday millatni boshqa bir millat besib olsa,
satqın çıkıp geleglik. İnsanlar katır bu tarihi bir hakikat. Hatta nime bir kızlık hikayesi var. Xitay Saddetçin Sipilni selep başkalarının tecavüz kılışıdın tusumez hiç kişimni bir yerga kirgizmeslikka tusumuz başkalarının tecavüzdün deb sağan selip 30 yıl içidimi 9 katım başka güçlerinki tecavüz uçuraptı ekan. Hiç qanday vaqtda Saddetçin Sipilni örüp kirgen bir iş yok hamda. Başka Xitayni besip alganlar yoki urush ochganlar Saddetçin Sipilni ishirikilarga. Her vaqtçı deyse Saddetçin Sipilni ishkini baqadiganlarga para verip, pul verip, şunu bilan ishkini ichib berib, şunu bilan Xitayga tajovuz qilib ekan. Xuddi shuningdek hamda bizning vatandami hatto chet elda hozirga qadar kiryapmiz. Nurg'un xalq bor taqa. Nurg'un Uyg'ur va hozirga qadar Xitoy xizmat qilyapti. Hozirga qadar o'zini men Sharq Turkistonlik demaydigan, o'zini men bir Xitoy davlatidan keldim deydigan nurg'un Uyg'ur bor. U Uyg'ur bizga vakillik qilamdi. O'zining haqqini talab qilayotganlarga vakillik qilamdi, albatta vakillik qilmaydi. Ular xoinlar. Ularningki tarixiy la'natga uchraydigan, tarixdan buyon ashuna la'natga uchrab keldi va buningdan keyin ashuna bo'lgan odamlar u. Bu gapni qilishdagi maqsad nima desa, biz halqa ancha-muncha arabninki siyosatchilarining ya hokimiyat sohasidagi shularni qo'llaydigan ahli ilmlarninki ancha-muncha gipi bilan butun bir arab millatini yoki Turkiyaning, xususan O'rta Osiyoning deylik, masalan, O'zbek, Qozoq shular Xitoyni qo'lladi o'tgan. Xitoyni qo'lladi degan bana bilan butun qozoqlarni ya butun o'zbeklarni ayıplaydigan, tillaydigan. Zodi bizning ba'zi ahmaq nadallar bizning vatan mustaqil bo'lib qolsa qozoq deganni qo'g'lab chiqarib yutishimiz lozim Qozog'istonga masalan. Deb boshunday gaplarni chiqdi. Bularning hammasi shu desa, ne kadar nadallik, ne kadar insafsizlik siyasetni ma dunyoning yo'nalishini tushunmaganlik bu. Bunda umumyüzlik Qozoq milleti ya O'zbek milleti ya Türk milleti yoki Arab milleti deb ya Pokistonlik deb manda umumlashtirib tillash bu insoniy axloqqa uygun emas ve shundaqla islomga texmi uygun emas. Bu siyasetni bilgan, kurashni bilgan, o'zining vatanining qimmatini bilgan odamlar qildigan ish emas bu. Nima uchun desa, shu aniq bo'lsin kallimizda. Kelgüsüde biz Xitoy bilan urushili vatanimizni elish uchun Allah shu fursatni berib. Yevropaliklar kelib biz bilan tang bir sabtda urushib qinni bermaydi, bu mumkin emas. Xo'sh. Tarixdan buyon bunda bo'lib boqmadi. Tarixdan buyon bunda bo'lgan ish yo'q. Ya'ni u davlatlar, Yevropaliklar ya Amerikalik bijak berib boshqa bir millatni deb ulab bermaydi. Fakat o'zining siyosiy manfaati kelgan vaqtda mumkin davlat buni sifati bilan, qurol bilan, uni bilan, buni bilan yordam berishi mumkin. Lekin xalq buni sifati bilan cho desa, inson buni sifati bilan qat'iy bizni deb qanni berdigan odam chiqmaydi. Bu tarixiy haqiqat bu. Lekin mush vaqtning o'zida biz tillayotgan shu arablardan, ya shu turklardan, ya shu o'zbekdan, ya yana bizdan cho desa, men musulmon ölsem şehit olumen. Ahiret günü var. Men ma qarindoshlarımga zulüm uçuran qarindoshlarımga yardım berip ma zalim, komünist bütün İslamga karşı nurgun hareketlerini qilgan, nurgun işini qilgan ma komünist karşı ölsem men şehit olumen deydigan milyonlagan musulmonlar. Türkning işi bor bundan musulmonlar, Arabning işi bor, O'zbekning işi bor, Qirg'izning işi bor. Vaqti kelsa o'zining qanni beradigan bizdan hech narsa talab qilmay. Xo'sh. Bizdan hech narsa talab qilmay, o'zining qanni beradigan, jannat tikadigan, melini tikadiganlar kim bo'ldi desa, ya'ni shu musulmonlar bo'ldi. Chunki musulmonninki o'lsam shahid bo'laman, oxiratda mangulik Allohning rahmatiga erishman, jannat kiraman deydigan e'tiqod bor. Xo'sh. Mush e'tiqod hozir qadar ashuna bo'lib keldi. Hozir qadar mayli Afg'oniston urushida bo'lsin. Mesela nurgun musulmonlar dunyoning ham yeridan shu yerga borgan rus besvaga vaqtda. Bugun mayli Suriya masalasi qaraydigan bo'lsak, hatto Ukraina qaraydigan bo'lsak, Rossiyaning Suriyada qilgan eskiligini deb nurgun musulmonlar o musulmon davlati bo'lmasmi Ukraina, masalan,
Nurg'un musulmonlar Ukrainaga berib, Rossiyaga qarshi urush qilyapti hozir. Mening avada o'z xalqimga yoki o'z davlatimga, musulmonlarga tajovuz qilayotgan davlat ma'vu deb ashulachu ashag bir urush qilyapti. Shuning uchun bizning xalqimizda biz odatda bir shaxsiy munosabat deylar. Yuqorida Nurmuhammad qarindishimiz deb o'tdi. Shaxsiy munosabatda men sizning yordamlaringizga erishmoqchi masalan. Siz yardım qilmalar. Yardım qilmaslar, voy mag'ina deb tillasam sizman ki yardım qilamlar. Texim qilmaylar. Cho'qim bir odamdan bir odatda bir $1000 pul so'moqchi bo'lsa, $1000 bir iqtisodiy qarz so'moqchi bo'lsa, voy men ani qilmoqchi edim, mani qilmoqchi edim, menga bir pul yurib turgan bo'lsa, menda qiyinchiligim bor-da, moshinadan chiqib olsam deb chiroyli so'ramdi. Hey, sening puling bo'lgan ekan, bermamchi menga. Nimishqi bermaydan, Xudoyim bergan pul sana o. Xudoyim berganni menga bermamsan deb so'raman. Albatta har qanday bir aqlli kishi odatda bir kichikina bir iqtisodni bir sirini so'ramoqchi bo'lsa, chiroyli uslubda so'raydi. Shuning uchun biz birdan bir dushmanimiz bo'lgan Xitoy qarshi butun insoniyatdan yordam talab qildik Alloh. Bizni qo'llasanglar, biz zulm uchragan xalq biz bilan bir saf tutsanglar bo'ldi deydi Alloh. Unda bo'lgandan keyin haq shu biz o'zimizning vaziyatini, o'zimiz uchrayotgan bu zulmni, Xitoyning naqadar razil nacharligini chiroyli uslubda shularning qalbiga, vijdoni xitob qilib turib tushundirib, undan keyin yana chiroyli uslubda ularning qo'llashiga erishishga tirishchilik qilishimiz lozim. Bizning qilishdagi ishimiz bu. Lekin 2 qatim, 4 qatim deb qo'yib, "Va dunyo bildi bizning ishimizni hozir. Nima ish qo'llamaydi zot bu guylar?" Bu deb tillash bilan-chi, ma'lum bir davlatni ya ma'lum bir millatni tillash bilan biz ziyonatimiz qat'iy boshqalarning qo'llashiga erishamaymiz. Shu aniq bo'lsinki, Xitoy cho'qim bizning mushad degan gapimiz yoki torlarda ashunda davlatlar ya millatlar haqida bo'layotgan gaplarni yig'ib har qaysi tilga tarjim qilib, shu davlatning odamlari kelgan vaqtda ya bag'an vaqtida ko'rdinglar mana Uyg'urlarningki sizlar haqingizda yazgan inkaslari, yazgan xatları bu degan muşunda bidai, munda qalaq, munda nachar millat ma'vo deb bizni sat ko'rsatishga cho'qim ish qildi. O biz qilmagan nurg'un ishni bizga atib, bizni ayblayotgan xalqarada, bizni boshqalarga sat ko'rsatayotgan bir Xitoy tabiiy holda biz amaliyotda inkaslarimizga yazgan xatlarimiz bo'lsin ya og'zimizdan chiqqan gap bo'lsin, boshqa millatlar haqida qilgan buni cho'qim qiladi. Cho'qim qiladi buni. Albatta. Shuning uchun har qanday vaqtda shu bir aql hushi joyida vaziyatni tushungan, dunyoni tushungan, insonlikni tushungan bir inson shu desa, cho'qim men magabni qilsam, mening xalqaro Sharq Turkiston masalasiga bu davoyimga buning foydasi bormi, ziyni bormi deb buni o'ylashib gap qilish lozim. Og'izdan chiqdi, achchig'im keldi deblam, haliqa bir gap bor bizda, pitning achchig'idan chapanni o'tqisam mangda. O'tqisaversak shu muzlab qoldigan ish chiqdi endi. Tamam bizning achchig'imiz keldi, naroz bo'lamiz. O naroz bo'lsa, uni hal qilishninki yo'li u emas. Uni urushib ya tillab emas. Biz birdan bir tillaydigan bizning dushmanimiz Xitoy bo'lish lozim. Undan boshqa hech qanday bir davlatni, hech qanday bir millatni biz umum qilibcho ayiblash bizning davoyimizga bak ziyonliq ve şundaqla bizningki xalqaradagi insonlar ichidagi qimmatimizni tushirishga ham sababchi bo'ldi. Xo'sh. Shuning bilan foydasi bor, undan boshqa foydasi yo'q. Haqni biz tillab turib, menga yordam qilsang bo'ldi deganga, vaziyat tillab ketar ekan, buni yoq tillimisi yo'q deb bizga hech kim yordam qilmaydi. Ma'lumotimizni aniq qo'ysin. Turib qo'shimcha shu masalada. Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan bu 74 yillik mustamlika, Xitoyning tajovuzchilik, qirg'inchilik, yo'qotish siyosatlariga biz Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan biz buningki qurbonlik uchirg'ichi. Albatta biz bevosita ta'sir qildi, oilamiz yo'qoldi, tuqqanlarimiz tutildi, qatorliq masalalar bo'lganlik sababdan bu xuddi bizga nihoyat aniq bilindi bu. Hem uning ustiga ikkinchi maqsaddan xalqarodagi mayli u davlatlar bo'lsa, Yevropa, Amerika davlati, Kanadaning va bo'lmasa bizning irqiy qirg'inchilik e'tirof qilgan 10 davlat bilan boshqa davlat, Al Jazeera, BBC, CNN hamma axborot chiqayotgan xabar to'liq bir xabar chiqsa-mu, nima deydi bo'lsa, bizga nisbatan xuddi dunyo biz uchun gap qilyotadi deb anglaymiz biz buni.
Bu amaliyotda mani fizikal nuqtadan tushuntirib bersam, biz amaliyotda nihoyat tar bir bulungning ichida. Birdan ko'rayotgan ko'zimiz nihoyat tar bo'lganligi uchun xuddi bu tar yerga tushgan hamma narsa bizga nihoyat jiq ko'rindi. Ammo biz buni amaliyotda dunyodagi qanchalagan inson amaliyotda Sharqiy Turkistondagi bo'layotgan mush zulmni haqiqatan anglaganda ya bilganda deydigan to'g'ri bir statistika yo'q. Onun üstü 8 milyar insanınki hazır, mandal desem 4 milyar insanda tehi media degen to'g'riliq, qo'saqning to'yuqliq to'g'riliq ya issiq bir uy to'g'riliq xabar yo'q ularning. Ular uningda ham tuvan darajada yashaydi. Demak, biz bu masalani anglatish, bu masalamizni boshqalarga tehidimi yaxshi yo'ritib berishimiz uchun bizning nurg'un ajrimiz, emgikimiz ketadi. Avval bu emgikni qilmay, başkalar bizge azraqlamaylik, jiroq yerdan mashina haybim deydi. Cho'ngchirig'ini yiqib qo'ysalam, va kun chiqibdi deb qolyapmiz biz hozir. Ey qarindoshlar, andaladay bir millatning mayli zalolatdan hidoyatga chiqishi bo'lsin, mayli buningki ojizlikdan hukmronlik o'rniga chiqish jihati bo'lsin, mayli uning qulluqdan erkinlikka o'tish jarayoni bo'lsin, bu jarayon ma'lum bir tashqi kuchning omilidan emas. 98% o'zining ichki omilidan keladi. Xo'sh. Shu bu ichki omilni qanday bir taraf qilamiz degan chog'da o'zimiz boshqalardan og'ringandan o'taroq o'zimiz faqat ko'proq harakat qilish to'g'ri keladi. Biz sarf qilayotgan bu tillash satqanlar, bular bizning ovozimizni faqat chet elda yashab anglayapti. Siz chet elda qanday yashayapsiz? Şu devlet yaşayotgan devletingizde balalaringizning rizqini yoki bir kunlik tabovatingizni, ijorangizni qanday tepatsiz? Men bir javob bering degan savol bilan boshlasam. Intayin zo'r tirishchanlik ko'rsatyapsiz. Vatanning, millatning bu davosiga aningdan net yüz hassa bedel to'lamay turib, siz faqat boshqalar chiqib qo'ygan cho'ngchirog'ining nurini ko'raplam yoki ma'lum bir omilni ko'raplam, dunyo bilib ketdi, nimish mala manda qilmaydi, nimish bizning millatimiz hozirgacha yana bu musibatdan qutulolmaydi desak, xo'sh. Biz o qutulish kelguncha biz alla burun vayron bo'lib ketamiz. Biz avvalo vayron bo'lmaylik deydigan qadamni elishimiz uchun men yana deyman, og'ringan qaydigan abdalning xo'jining ziyon deb uyg'urcha maqol tamsil bor. Uyg'urning maqol tamsilog'i dunyoga oltin bilan keshlab qo'ysa bo'lgan gap. Xo'sh. Qaydigan abdalning xo'jining ziyon. Biz abdal bo'sh. Tilamchi o'rinda hozir, xalqlarning oldiga berish o'rinda. Demak biz bir qitim ishkin chekmay turib, jiroq yerdan faqat palonchiga bermabdi degan gap bilan yoki bo'lsa, yo'q, ova palonchiyadagi manda qilib qo'yapti degan gap bilan og'rinyapmiz. O'zimiz sinayli. O'zimiz 3 qitim, 4 qitim, 5 qitim, 6 qitim sinayli. Shiklerini chekayli. Musulmon qo'shnilarimiz bo'lsa, ularga deyli. Ularga deb sen davlatining tashqi ishlar ministrligi mushtaqliq bir xat yozib baqqan deyli. O'zimiz bilan musulmon muxbirini tunib olgan bo'lsa, sen ma'noda sen yozadigan til bilan, siz so'zlaydigan til bilan ma'lumotni e'lon qilib bersang deyli. O'zimiz nashr qilgan ma'lum bir kitobni shularning tiliga tarjima qilib ularga berayli. Yoki bo'lmasa o'zimiz ashilarga mumkin bo'lsa, siz mumkin bo'lsa biz baramaymiz. Siz Sharq Turkistonga berib, mumkin bo'lsa bir ko'rab kelgan bo'lsangiz dalolat qilaylik. Mesela biz qanchalik so'zlagan siri biz birinchi omil bo'lganlik sababimizdan xalqlarning bizga ishonish nuqtasi tuveroq bo'ldi. Ishonish nuqtasini to'mbirish nuqtasini ikkinchi omil nima degan chog'da biz hozir uchrayotgan, men takrorlayman qarindoshlarim. Biz hozir uchrayotgan bu qirg'inchilik musibatlar hozir yer sharining tepasida yashayotgan insonlarning jiqi kambag'lik. Ondan sonra ular qanday o'ylaydi bu gapni? O'zining kallasiga beshiga kelmagan bo'lsa qanday o'ylab yetaydi? O o'ylab yetamagan masalani uningga chuqur ko'zi bilan ko'ralaydigan, aqli bilan tafakkur qila oladigan va zehni bilan harakat qila oladigan bir kuchga o'zimiz o'tishimiz kerak. Xo'sh. Buning o'tmay og'rinaversak yoki o'zimizning uyimizda kompyuterimizning oldida tillaversak, o tillig'imizni arabning podshosi o'qimaydi. Musulmon o'qib sanmaydi, tekrar o'qiydigan kim bo'lsa, siz yozgansiz. Xatolashmasam siz o'qiysiz. Kim inkas yazdikin, kim mangmada xo'b belgisi, kim manda bijmikol. Voy, bu degan bago chash, nima deymiz? Sangda chashqan deydigan bir nimishning she'rida bir gap chiqdi. Sangda chashqan gapning ma'nosi Xitoycha gap sangdi degan gap bilan chashqan degan ishkidan
ambanın bulunğu büküvagan çaşkan degan gap. Biz şunda yaşagandan öterak biz çıkıp xuddi yana bir Uyg'ur maqal tamsillardan sözümni aqlashtiray. Bir toshqandek 1000 yil yashag'icha, yo'lbosdek 1 yil yashash nimasi kelib, o'zimiz iroda qilaylik. Anandan keyin yana savolim. Biz Arablardan, musulmonlardan, Amerikaliklardan, Yevropaliklardan, Hindistonliklardan va Indoneziya, Malayziyaliklardan bu savol tortishdan burun qarindoshlarim o'zimizdan savol tortaylik. Mana men bu gapimni deyman, o'zimizdan savol tortaylik. Biz o'zimiz 24 soatni ichida zodi qanchalik vaqtimni millatim uchun berdim. O'zimning mush haftalik 7 kun vaqtimdan keyin qancha soatini millatimning da'vosi uchun berdim. Uyamda birer dal Şarkı Türkistan bayrağı bağımı. Üze ballarımda Şarkı Türkistan'ın tarihini, öldürülüvatkan Uygurlarının isminden biresini ügettim mi? Yokuluvatkan sanatçının birer albümünü saklap öğü koydum mu? Ya ki bu iki cumhuriyetinki, reislerininki toluk isimlerini toluk. Üzem bilemdim, ballarım bilemdi, ailemde bu nesle hatırlanamdı degen. Sualla bilen başlap, andım başkalar öteydi. Kardeşlerim, benim bu yerde milletimin eyipleş noktam emas. Biz fakat hemmimiz birbirimizni uyg'otish, birbirimizni samimiy eskartish uchun qarindoshlar uchun bu yerda turibmiz. Biz birbirimizni yo'lalasak, to'g'ri yo'lda yo'laymiz. To'g'ri yo'lda ketamiz, eng oxirida birimiz yiqilsak, yana birimiz davom etalaymiz. Agar hammamiz bir-birimizdan og'rinish, o'zimizdan og'rinsak, sirtdan og'rinsak, hammasidan og'rinish kayfiyati bilan bo'laversak, ba'zi bo'layotgan ro'y kasallik bizning hazır ro'yitimiz chirmagan bo'lsa, ertagin bizning jismimizmi buning bilan chirib ketadi. U chog'da ne Sharqiy Turkiston qoladi, ne bizning avlodlarimiz igi chiqadigan tuproq qoladi. Unda bo'lgan ekan, azizlar, boshqalarni tillamaydi. Men boshqalarni tillamaydi degan yerim bir narsa bor, bir bo'shliq bu. Men bir qitim bir presentationda bir yerda degandim. Musulmon arab davlatlarining ko'pinchisi bizga nisbatan texi bir bo'shliq. Boşlukka bizde hiç kadar uruk teriga yerimiz yok. Biz fakat ne demeyimizse, ünmege yerini kurablam, bu yer fakat ünmeydiken davatımız. Bir addi bir dihanda sonra fakat onda demeydim. Şu maşa ünmegen bolsa yeniden kayıt ağdırdı bu. Ağdırıp, suğurup bakıdı, anadaki yan uruk sep bakıdı, bombası kayıt sınaydı. Bir dihan akallisi. Biz çoğu desek, malum bir Arap Müslüman devletinin ki tehi padişahlarının koşkine çıkıp bakmadık. En akallisi qo'shnimizning ishkinchi keli. Shulardagi musulmon arboblarning e-maillerini tordan tepib, ularning adresini tepib, xat yozayli, post yo'llayli, ular boshqa 3-chi taraflar orqali yiqilishib baqayli. Andin ijobiy ko'rilmagan chig'imizda og'rinsaqmi kechikmaymiz. Rahmat sizlarga. Allah razı olsun. Qanday qilishimiz kerak degan savolim bor. Siz bevosita güzel javob berdingiz. Allah razı olsun. Programımızın ama vakti to'shib eshib ketdim, shada tugatsak. Lekin oxirida qisqa bir şekilde ama deylik mesela faraz qilaylik hamda bu savol nima desa, hamda yuqoridagi javoblardan albatta hammamiz insof bilan qarg'a vaqtimizda butun islom dunyosiga mayli arab bo'lsin, musulmon qarindoshlarimizning dunyoning har qaysi joylaridagi bizning masligimizga biz ularga tushuntirishimiz oz bo'lgan taqdirda ko'ngil bo'layotgan nisbati yuqori mencham. Bunu texmbek layıqıda biz küçsek, elbette onun meyvesinden neçe hasilep kelganligini bilimiz. Deyli ki mesela biz bir Müslüman emdi. Bütün İslam dünyası, Araplar, hemmesi bizden taşlip etken takdirdi mi? Çünkü inkaslarının bazısı emdi. Hatta İslam'a bardığın şekilde inkas, İslam'ın tatıdığın, İslam'ın ki eğer toğur din olgan bolsa, resmi Müslüman olgan bolsa, bular Müslüman bizdeki qarindoshlarga yordam qiladi. Dinning o'zi savol belgisi qo'yilishi kerak bu yerga. Chunki saxtlik va degandek shaklda musulmonlarni ozdiradigan inkoslar bo'ldi. Bu yerda shu biz kimga iymon etdik? Arablargami, islom dunyosigami yoki Allohgami? Hammamiz tashvatgan taqdirdami? Aslida bizdan talab qilinadigan narsa tavranmay o'zimizning e'tiqodida mustahkam turishimiz. Uning xatoligini, birilarning qilgan xatoligini islomga atmasdan şu Müslümanın aciz, xuddi bizim nurgun acizliğimiz bo'lgandek, nurgun ishni xato qilganimizdek, İslamni haqoratlamasdan, İslamga atıp qo'ymasdan uning gunohini shu shaxslarga abiga atishimiz kerak bo'lgan masligi deyman bu hamda. Qisqa bir shaklda shu ishga javob bersak. Birinchi o'ylab hamda
İslam dini kishilarga bog'langan. Kishilarninki to'g'ri bilan to'g'ri, xatolashib ketsa, xato keltirgan bir din emas. Xo'sh. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tushirib, "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Bu kitobni biz tushirdik, biz buni qo'g'daymiz degan bir din. Bu Qur'oni Karimda umumiy prinsiplar bor. Shu prinsiplarningki eng muhimlarining bir qaysi desa, "Inna akramakum indallohi atqakum." Sizning eng hurmatga sazovor qaysinglar desa, kim Allohdan qo'rqib, Allohning prinsip bo'yicha mangsa, bu hammadan hurmatga sazovor odam shu degan. Unda bo'lgandan keyin bu yerda Arabninki Türk'ten ya Uygur'dan artıqçılığı yok. Hemmimiz şu beraber. Bu din de la fadla li arabiyyin ala a'cemi deydi Peygamberimiz hadiste. Arapninki Arap olmayan milletlerinin artıqçılığı yok. Hatta özünün kızının gipini kılıp, özünün ailesi gap kılıp Peygamberimiz hemmeden yaxşı emeller bilen kelse sizler benim yanıma kıyamet günü nesibanını götürüp gelmem var. Bizim Peygamberin evladı ettik, sizlerin nevrileri ettik, ya balları ettik deyip bunda kemmen var. Sizlerin beşinlağı kelgen hiç nersini ben bir hacet kılanmayım. Yaxşı emel ölen kemmey kalsanlar. Sizler Allah'ın azabı uçurap kalsanlar mesela. Ben sizlerden o azabını çok yıraklaştırmayım. Defi kılanmayım diye. Hatta Peygamberimiz benim kızım Fatıma oğurluk kesin ben onun kolunu kesemem diye. Yani bu dindeki adalet hak, hakikat manmuşu. Bununla xılavlık kıygan kim olsun, Arap olsun, Türk olsun, Uygur olsun, hiç kayse bu dinin vekili emez. Bu dinin sözcüsü emez. Bu dinin vekili kim o diyse, şu Kur'an-ı Kerim'deki prinsiplara, adalet prinsipi, hakikat prinsipi, mezlumunu kollaş, zalim karşı duruş prinsipi. Bu Kur'an'daki en büyük prensip. İ'dilu huve akrabu littaqva. Nurgun ayette. Sizler adaletini, mustahkem adalet için İslam'la. Hakik adalet perver buluş, takvadarlıkның alameti, belgisi. Takvadarlık degen şu. Hatta yanı bir ayette sizler yüzağının, ata-ananın, uruq-tuqqallarının zini olsu mu adaletini mustahkem tutunlar. Adalet bilen guvalık birhına deglekem. Bu din muşulak din bu. Onda bo'lgandan keyin bu dinning prinsiplariga ma'lum shaxslar ya davlatlar amal qilmadi. Amal qilmaslik bilan u dinni ayıplash qat'iy to'g'ri emas. Bu shu shaxslar ayıplanadi, shu shaxslar Alloh subhanahu va taoloning prinsipiga amal qilmaganligi uchun shular azob uchraydi. Lekin bu dincho umumiy mush dinga e'tiqod qilganlarning hammasiga o'rtaq qaraydi. Arabning dini, Uyg'urning dini, Turkning dini deydigan bir din yo'q. Hammasi Allohning dini, biz shu dinga ishonganlar. Men bularga bir amaliy misol bilan, masalan, butun dunyo g'arb allarini hozir hammasi demokratiya, saylam, mushuning natijasi bilan davlatlarni boshqurdi deymiz shundaymi? Ya'ni demokratiyada saylamningki haqiqiy kuchi bor. Saylab orqali hukumatlar chiqadi, tushadi. Lekin masalan İspaniya Kataloniya rayoni hammamiz bilamiz. Shu yerda demokratik saylam o'tkazildi. Necha yilning oldida. Saylam o'tkazib, ko'p sonliq ovoz berganlar u rayonning İspaniyadan mustaqil bo'lishiga ovoz berdi. Şotlandiya yana bir misol. Şotlandiya misol, Aşam misol ovoz berib de uningdan keyincho nima ish bo'ldi desa, İspaniya o saylam neticesini itiraf qilmadi. İtiraf qilmay, o Aşolununki ayrım saylam o'tkazish, avtonomiya haqqi bergan bir qonun bor ekan, o qonun shu amaldan qoldi dedi. Amaldan qoldi dedi. Mushuning bilan hamda u hatto u yerda saylangandan keyin boshqa davlatlar qochib ketdi hamda. Hokimiyat saylamda utgan odamlar. Mushuning bilan, mushu bir misol bilan yoki Shotlandiyada, bu Skotlandiyada bulaqliq necha davlatlar bulaqliq bu ishlar. Shuning bilan Yevropadagilar masalan bu demokratiya tuzumi degan bu bo'lmaydigan tuzum ekan bu. Yaramaydigan tuzum ekan deb umumiylik demokratiya bugungi saylam orqali davlat boshqarish tuzumini umumiylik tashlash kerakmi yoki tashlamdi? Yoki İspaniya o'z davlatining
umumiy zimin butunligini qo'g'dab qilish uchun bu saylovning natijasini e'tirof qilmadi demdi masalan. Ya'ni demoqchi bo'lganim nima desa, bu yerda saylov natijasini e'tirof qilmadi nima uchun? İspaniya davlatiningki tip manfaatiga ziyonliq o davlatning parchalanishi kelib chiqadigan bo'lg'achqa, o'zi bo'lmasa dunyoning hamma yerida biz demokratik davlatlar, demokratik saylov o'tkazadigan davlatlar, 3-dunyo ellari emas deb tashviq qilgan davlatlar. Ashunda turibchi desa, saylov natijalari bu yerda amal qilinmadi. Saylovning qimmati bo'lmadi. Bununla bilan hamda bütün demokratik saylov o'tkazilgan davlatlarni sizning qilayotgan ishingiz nol degan olmaydi. İnsaflı adamlar. Hatta Yevropada turib şu Araplarni tillayotganlar demaydi hamda. Bu davlat o'zining manfaatini, umumiy zimin butunligini qo'g'dash uchun buni qildi deydi. Demoqchi bo'lganim nima desa, bu bir ilohiy prinsip, u insonlar qo'ygan bir prinsip hamda demokratiya tuzilmasi desak, insonlar o'zi qo'ygan prinsipligimi ba'zi vaqtda ya davlatning ya bir toplumning, umumiy toplumning manfaatiga agar zid kelib qolsa u prinsiplar, uni insonlar amal qilmaydi hamda. Xo'sh. Bunun vabali şu amal qilmagan insonlarda bo'ladi. Tuzum mumkin sog'lom bo'lishi. Shuning uchun biz bak hissiyat, ya'ni hissiyat bilan muomala qilmasligimiz kerak. Va dunyoning umumyuzlik dunyo tarixiga nihoyat ahmoqlik xalqi bu Arab til degan o'zaro ayna urush bilan yuriydi, musulmon degan o'zaro urush bilan yuriydi deb bunday gaplarni qilib yuradiganlar ekan. Hayron qolarlik tarafi. Tarixda bütün 1400 yıldan bu yan Müslümanlar özara uruşup ölgen adamların sanını Birinci Dünya, İkinci Dünya uruşuda Müslümanların asas kolu yok. Özara uruştu o. Bu şunu iki uruşta ölgen adamların sanı ölen seliştirsak netçesi ma iki uruşta ölgen adamların sanı çıkıyor. Hoş. Yani insanlar tarihinde bu uruşlar degen bulak geliklik hem. Avrupalık mı? Yakındı tehe. Mınjılını aldırı kişi emas o. Hoş hoş. Bir düşman dedisizlar. Tehe İkinci Dünya uruşu tehe 100 yıl olmadı. Yani İkinci Dünya uruşu boğana 100 yıl olmadı tehe. Nurgun uruşlar bu Avrupalıktan katırın boğan. Xitayning tarixiga qarasak acayip neçe milyon adamni o'lgan uruşlar var o'zining ishida. Shunga aniq islom dunyosida bo'layotgan ba'zi siyosiy qalaymiqanchiliklar tufayli yoki ichki ziddiyatlar sababidan dunyoga madaniyat tarqatgan, dunyoni ming yildan jiq dunyoning nurg'iga ta'sir ko'rsatib, dunyoga ta'sir ko'rsatgan bir dinni va keyingi ojizlik sababidan hakimiyet joyida sağlam bir hakimiyet kuranmağanlık sebebinden yüz beriyotgan qalaymiqanchilik bilan 1400 yıldan bu yan davomlashib kelayotgan bir dinni umumiylik ayıplash va tehi 30 yılni yoki 50-60 yılni yoki endi tinjib tehi urushning zinini tunib endi tinch yashayotgan davlatlarning bugunini ham ko'rib bugunini tunigunni unutib qolib va tarixda shunda dunyoning hamma yeriga nurg'un ta'sir ko'rsatgan insoniyat madaniyatiga gullanishga his qo'shgan 2 milliardga yaqin inson e'tiqod qiladigan bir dinni umumyuzlik haqoratlash yoki ayıplash chuqur bu odamningki psixikasida bir masala bor. E'tiqod iymonida. Iymondan masala bor, mumkin xristian bo'lib ketgan yoki boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Sog'lom bir odam chuqur bu gapni qilmaydi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib programmamizni mishal oxirlashtirsak, inkosinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan tamomlam oxirdan ayt muhim gap qildi. Aslida yani bütün agarda biz iymondan iborat bu narsaga yani agarda birilarining yoki bütün dunyo bizni tashlab etib yolg'iz qolsaqmi tavranmaydigan iymon aytamagan bo'lsak, shaklanib qolsak, shubhilanadigan bir iymon bo'lib qolgan bo'lsa, en aldı bilen kıldığın iş aslında bizimki. Ben toxtamay imanı qandaq etişim kerak deb, yani biz Müslüman buluşup bilen, bizler üçün dağıtımız. Aldı bilen imanımızı yenilaş üçün tirişimiz kerak deb qarayman. Yani eğer de bir Müslümanın imanı qollaydiganlar jiq chiqsa, Müslümanlar deb atqanlar jiq chiqsa bizni ha deb bilsa, biz İslamımızın to'g'ri ekanligini, bu to'g'ri din deb qaraydigan birileri bizni tashlab etgan vaqtida, yüzümüzge qarab turib bizga xiyonat qilgan vaqtida ya bu dinimde çataqva o'xshaydi deb dinimizning shaklini g'ashib qolib qolsa, avvalda iymonimizni yanglishimiz kerak deb qarayman. Chunki bu iymon hargiz bunda aytiladigan bizni chavoq chaldiganlar jiq chiqqan vaqtida
vay deydigan, to'g'ri ekan deydigan, tashlab etadiganlar chiqqan vaqtida shaklindigan, shubhilindigan bo'lib qolsa, aslida iymonimiz jataqo degan gapimda. Alloh saqlasin bunday bir ahvolga tushib qolishdan. Allah ömür bersə, tiki etdigəndəki 11-dəki proqramımızda manqurtlar haqqında paranlaşımız şu proqramda görüşkücə aman boğayslar. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.